rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah. Aziz muhterem kıyırdaşlar, bugün yine sizler bilen birlikte nayet muhim bir tema üstüde, ameli bir tema üstüde, hal kılgıç bir tema üstüde, yeni bir tema üstüde birlikte sohbet edip varımız ve bizim mehmenimiz, hürmetli mehmenimiz Ablacan Leyl Naman Efendim hemşkiranımızda bizning neçe vaqtdan beri köngel bölüngen bolsun oraya çıkmayotgan ba'zan bir xizmatlarimiz haqida bugün tafsiliy paranglashimiz ve dünya bizni umid qilayotgan, bizga zo'rlayotgan, bizning qilishimizni saqlayotgan ve aslida biz qilishimiz kerak bo'lgan muhim xizmatlarning birisi bo'lgan Uyg'ur armiyasi haqida, buni kimlar tashkillaydi, bu kimlarning vazifasi, nima uchun tashkillanmadi, bugunga qadar surilib keldi, buningdagi to'saqlar nima bo'ldi, tushunchalar nima bo'ldi, har mustamlikaga chiqqan millatlarning armiyalariga xuddi Tibetga o'xshash, ammo nima uchun bizga o'xshagan qirilib ketayotgan, yo'qolib ketayotgan Xitoy tarafidan bundaq bir zulm chiqayotgan millatning bir armiyasi muhacirat hayatımızda, hicret hayatımızda ne için barlık kemmedi degan meselelerge biz bugün cevap tepişik derişimiz ve Ablacan Leyl Naman Efendim bilen biz bir yılının belki onun uzak bir vakitinin aldıda bir sohbet kılışmakçı bolgan edik. Ama ben bir ameli hizmet kılay. Kaçan ameli hizmet kılgan vaktimde onundan kin ben ikiranga çıkay degen talebi boyunca bugün işkiranımız kelgen bo'ldi. Yani ameli hizmet qilganlarni ichqish, ameli haqiqiy hizmet qilganlarni işkiranımızga chiqish prinsipimiz bo'yicha bugün Amerikada advokatlik xizmatini qilayotgan ham Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasininki reisi bo'lgan Ablacan Leyl Naman Efendim bilan biz bugün bu sohbetni olib boramiz. İşkiranımızda ko'ryapsizlar mehmenimiz Ablacan Leyl Naman. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Yaxşı mısınız Hüseyin Cevkan? Yaxşı, özleri yaxşı turuplu mu? Allah'a şükür, Allah'a şükür, yaxşı. Birazdan aldıdaki yayından biraz mesele çıkıp ben kaydetin uğulağın buldum. İnşallah bu mesele çıkmayı devam kılışka Allah nasip kıla. Partiyle kurulatıdı bizimki Uygur muhaciret hayatımızda. Teşkilatla ezelden batı ve yeniden teşkilatla kuruldu. Yeni fikirleme oturuğa çıktı ama umumen Uygur muhaciret hayatındaki Xitay'a karşı bu görüşümüzde klasiklikten, konulikten, küngen faaliyetlerden tekçe kurtulamadık. Küngen faaliyetlerini bu davanınki, bu köreşninki asaslık timisi veya asaslık yolu qilib hozirgacha shug'ullanyapmiz. Amaliyotda dunyo o'zgaryapti. Xitoyning zulmi o'zgardi. Xitoy burun bir qismlarimizni siyosiy bu degandek nomlar bilan jazolagan va yo'qotgan bo'lsa, bugun butun Uyg'ur millatini yo'qotish uchun o'zgarish qildi. Dunyomi ham o'zgarish qilib Xitoyga qarshi bir shamol, Xitoyga qarshi bir inkoslarni bildirdi. Ammo Uyg'ur faoliyatchiligi, Uyg'ur siyosiy ko'rishi, Uyg'ur tashkilotchiligi, Uyg'ur ideologiyasi va Uyg'ur bu armiyasi haqida yenilikka ko'chirmayapmiz. Onun uchun tashkilotlarga bir majburiyat, mas'uliyatni atish uchun rahbarlarimizga ham yana bir silkinish fursati boshlang'ich qilish uchun bugun yeni bir temamizni, ya'ni asldan bor bo'lgan ammo hech kim ro'yobga chiqarolmayotgan, bugungacha chirpingan bo'lsaqmi, terishgan bo'lsaqmi o'tirib chiqarolmayotgan Uyg'ur armiyasi masalasi ustida sizlar bilan paranglashimiz ve sizlarninki qarashlarni bakımız. O'tgan qitimliq temamizda biz bir qism ziyolilarninki Uyg'ur armiyasi masalasi, Uyg'ur qurolli harakati masalasida fikrni baktık. Bundan keyin davomliq olamiz ve bu xizmatninki ro'yobga chiqish uchun inshaalloh tashkilotlarimizni, xalqimizni bununla harakat qilishga albatta vasila bo'lishga tirishimiz. Bundaqda avval sizlarni chet eldagi ko'pincha kishilar biladi, ammo ba'zi yoshlar tayanç güçlerimiz, ballarımız, farzandlarımız bilmesi mümkün. Şunun için 30 sekund, 20 minut sizin kimliklerini sizin ağızlarından alırsak, ondan keyin bu yakında kurulgan Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi kim, qandaq teşkilat, nemish qildi, xalqimizga qandaq foyda yaratib berdi, qandaq harakat nizomnomasi va nemish qildi bu partiya xalqimiz uchun amaliy ish qilib beralamdi degandek savollarga sizdan javob olamiz.
yani Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ni sizin ağızlardan kısaca tanıp çıkınız. Merhamet. Rahmet. Esselamu Aleyküm. Muhterem kıyımdaşlarım, vatandaşlarım, yaxşımısılar. Rahmet Hüseyin Cantkam, bugün vaktinizni çıkarıp ziyaret kılganlığınızdan nayet söyledim. Men aldı bilen siz üzerinde kısaca tanıştırıp işini teklif kıldınız, talep kıldınız. Şunun için ben kısalan tanıştırayım. Benim ismim Ablacan Leylnaman. Vatandan çıkıp Amerika'da yaşayanımga 25 yıl oldu. Ben bu Amerika'ya Uygurlarının 96. yılından ilgirki uçuravatkan, zerbi uçuravatkan insan hakları, hak hukukları ve Xitay Komünist hakimiyeti, şundakla onun vatanımız tutuklagan, məqsətlik aldı uğurlaştırgan, tacavuzçı, kengaymiçi, kanunsuz köşmellerinin vatanımız miqyasda ilip verivatkan kanunsuz hareketlerini bulup mu Dünya Bankası'nın bergen üsümsüz yardım pılıdın bizning vatanimizga yardım qilaman degan bir teklif bilan ilib uni xalqimizni yo'qotish va keng ko'lamli turmalarni turmada yotgan jinoyatlarni ishlab chiqarish o'rinlarini, urug'chilik punktlarini qurganga o'xshash bir jinoiy harakatlarni pash qilish uchun Amerika hukumatining alohida taklifi bilan, ya'ni senator Jesse Helmsning alohida taklifi bilan 96 yıl 7. ayının 23. günsi Amerika'ya yetip gelip 25. günsi Kongresta tunca gittim. Biz Uygurlarının ahvalini Amerika Meclisi yani Kongres anlattık. O çağda Erkin Yusuf Altekin, Ferhat Yoronkaç üçümüz birlikte geldik. Erkin Yusuf Altekin bizge tercümanlık kıldı. Ferhat Yoronkaç ikimiz bu ahvallarını Nehmeydan'ın Amerika'nın meclisine anlattık. Şundan tartib ben Amerika'da siyasi panalık dilep yaşap kaldım. Ona dedim ben şu bizning Uygurlarning davası ve inkılap küreşlerini kandak kılıp bir kanuni şekilde yani xalqarалық qonunlarga uygun halda milletimizning menfaati, ularning ozodligi, hürligi, mustaqilligi uchun foydalangan bo'ldi degan temalarga nayt ko'p izlandim ve bu jihatdagi bilimlarimni to'liqlash uchun ben Amerika'da yana o'zimning burungi kasbi qonun kasbida o'qishni qaror qilib Amerika'nın Florida State'da yani ştatida Stetson University deydigan bir üniversitede ben məxsus xalqarалық qonun o'qib 2014 yılı qonun maktabini bitirib shundan buyon bir amal qilib vatanım xalqimizga bir kishilik bir hassa qo'shish uchun kuchimning bericha tirishib kelyapman. Vaqt munosabati bilan o'zimni shunchalik tanishtirsam bo'ladi deb qarayman. Yana bir o'zaro tanishtirish fursatlar bo'ladi. Yoki vatandoshlarimiz YouTube'ga kirib Ablajan Leylnaman deb search qilsa, mening ilgirki nutqlarim ve bu da bizning partiyamiz tarafidan ishlab chiqarilgan 45 minutlik Ablajan Leylnaman kim degan videodan qolganlarini anglab tushunib olsa bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'nin sizin ağızlardan kısaca tanıp ötep giteyli. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ni biz şahsen ben şu 2004 yılı Şarkı Türkistan sürgün hükümeti kurulup ilan kılıngandan keyin ben şu sürgün hükümette Adliye Ministri, Tashqi ishlar Ministri, Washington'da turishliq sözcüsü degandek bir qancha xil vazifalarni etmoqdim. Shu chaqdan tartib biz bunga kuchli bir partiyani yondash talabini qo'yib keldim. Lekin ma'lum sabablar tufayli uni amalga oshiramadik. Shunga bu qatim biz qayta o'yinish orqali Uyg'ur aqsoqollarimiz ve bir kısım chet ellik bizning ahvolimizga yaqindan ko'ngil bildigan siyasi yo'llar birlikte biz Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'ni 3. ayının 7. günü bu yıl resmi şekilde dünyaya ilan kılıp arkadan 2 aydan keyin 6. ayının 17. günü Uyg'uriston Cumhuriyeti'ni dünyaya Washington'dan jakaladık. Bunda olsa bu shunchalagan ko'p tashkilotlarimiz bor turug'liq.
Yanının için bir partiyani kuruşqa zörürüp qaldı degan savollarni aytib ko'p topshirib oldik, siz bu so'rayapsiz. Ama biz izchil deb kelganimizdek, bizning nizomnomamiz bütün websaytlarda, har xil medialarda bütün dunyoning tillariga tarjima qilinib, biz oshkora nizomnomamizni o'tirib qo'ydik. Bizning nizomnomamizning birinchi paragrafida bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan bu ideologiya ostida qurildi bu partiya. Bu deganlik nima? Bu ideologiya nima uchun zo'r bo'lib qoldi desangiz, Hüseyincan efendim, xalqimizga men shunda anglatmoqchimanki, bir millatning eng muhim muqaddas, hamma odam o'rtaq e'tirof qiladigan ve Çin yürüyüşünden işinadigan ve erişadigan bir ideologiyasi bo'lmagi shart. Bizde bu kam. Shuning uchun biz ilgirki inqilob ve kurashlarimizda gerçi qanchalik qahramonlik, jasurlik bilan qon to'kkan bo'lsakmi, bizning inqilob kurashlarimiz mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Yoki nayt qisqa vaqt tura oladi. Buning sababi ana shunday bütün millat o'rtaq e'tirof qiladigan bir ideologiyaning kamligidan bo'ldi. Uning uchun biz bu ideologiyani o'tirib chiqib, yana yaqin kelgusida yuz beradigan, hozir hammamiz bilib turibdik, Xitoy kommunist hokimiyati va uning mas'uliyatsizligi, uning dinsizligi, uning xudosizligi, uningki intayin g'aljir bir hokimiyat ekanligini bütün dunyo tanidi. Chunki bu qitimqi Xitoy virusini ular yoshirib bütün dunyo qo'yib sarqilib, bugungi kunlikda hammadan bilan mas'uliyat ko'rishadigan bütün dünyanın asasen digidek barlık hareketleri to'xtab qilish ozlik qaldı. Demek dünya bunu to'lib yetti. Unda olsa yaqin kelgusdagi bu hozirgi siyosiy vaziyat, bu Xitoy kommunist hokimiyatini bütün dünya insoniyatiga qarshi bir hokimiyat ekanligini, uni parchalab etmasi mutlaq bo'lmaydiganligini bilgan xalqaro davlatlar cho'qim yaqin kelgusda Xitoyni ichidan parchalashga urindi va parchalaydi. Eğer bizde bunda bir küçük ideologiya bo'lmasa, yaqin kelgusida quriladigan demokratik Xitoy kommunist hokimiyatining yana bir parchasiga aylanib qolamizda, balki hozirgida bir qadar yaxshi yashashimiz mumkin, ammo yana biz qo'l bechora yashaymiz. Uning uchun biz bunda bir kuchli ideologiyani o'tirib chiqib, biz hech kim demaganni degili va hech kim qilmaganni qilgili chiqdik. Unda deganlik nima desangiz, agar biz bu sırtı çıkıp namoyish qilish, tashqi dunyolardagi parlamentlar bilan, kongresslar bilan ko'rishish, Birleşken Devletler Teşkilatı'na dokulat sunish degandek ishlarni qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, hozirgi mavjud tashkilotlarimiz har holda yomon emas, yaxshi qilib ketardi. Biz ularga ergishib, birlikda qilsak bo'ladi. Ammo biz ularning qilayotgan hozirgi kishilik huquq, inson haqlari davosini kurashga inqilob aylantirib chiqdik. Ve ular aşkarı diyemayotgan sözlerini dünyaya digili. Ular qisi bo'lmaydi deb qaragan narsalarni cho'qim xalqaro qonunlar bo'yicha qisi bo'ladi deb biz o'tirib chiqdik. Ularni qilolmaydi deganlik emas. Ularning qurilmasi, tashkilotlarimizning har bir tashkilotlarning o'zining nizomnomasi, xizmat ishlash prinsiplari bo'ldi. Unda bo'lgankan, ular shu bo'yicha ishlashga majbur. Shunga biz ularni to'g'ri tushunamiz. Uning uchun bizmi boshqa tashkilotlarimizning bizni ortiq ko'rmay, bizdeki bazı bir yetersizliklarni to'ldag'ili ve biz diyemaydigan ve deyishga petinolmaydigan nizomnomamiz bo'yicha so'zlarimizni degili ve hareketlerimizni qilgili chiqdi deb bizga hurmat bildirishini ve bizning ularga hurmat bildirganligimizni ishonishini talab qilaman. Biz uning uchun qurildik ekan. Endi biz qolgan savollar orqali bu partiyaning yana birisiga bizning bu partiyaning eng muhim nizomnomalaridan ichida biz Xitoy millatiga Uyg'uriston Cumhuriyeti'nin ularga hiç mengi puhralık verilmeydi. Vatanimiz tuprağıdan bir geriçiye ve bir çimden topa sitip verilmeydi. Hatta ularning vaqtliq o'ltiraqlışığı maksat kılınmaydı. Dep biz nizomnomamizga uçuk qilib, dünyadaki her xil tillarga tercüme qilib biz dunyoga anglatdik. Ba'zilar deyishi mumkin bu bir haddini oshganlik, bir millatga qarshi turamsa deyishi mumkin. Ama Amerika'daki bir demokratik devlet mi?
aynı vaqtida China Exclusion Act deb Xitoy millatiga fuqarolik berishni işte Amerikadagi bir demokratik davlatmi uzun vaqt cheklagan. Ama Xitoylarning uzun yillik vatanimiz tuprog'ida etpagan kengaymishligi va ularningki intayin hiligar suiqasdlarning mohiyatini tushunganligimiz uchun biz bu millatga vatanimizning fuqaroligini mutlaq bermaslik qarorini ilib biz nizomnomamizga kirgizdik. Mana mening hech kim demaganni degili chiqdik deganimning isboti bu. Hem sizga men bir yildan oldida 2 yilga yaqin bo'ldi. Yana bir ko'rishib turamiz. Abdullajon aka degan vaqtimizda Hüseyinjon efendim abay-sizim deb o'tib ketdingiz. Men bir ish qilmaguncha oldingiz kelmayman degandim. Xudoyim bursa biz bir ish qildik. Qilyapmiz. Shuning uchun men bugun siz bilan ko'rishib o'tiribman. Hem bu orqali Türkiye televizyon oldidagi vatandoshlarımızga bu partiyamizning haqiqiy mohiyati, buningki xizmat usullari, prinsiplarini tanıtmoqchimiz. Rahmat. Yani siz shunday deganligingiz uchun biz qachonki amaliy xizmat qilgan vaqtimda ikkiroqqa kelay deganligingiz uchun men o gapingizdan ta'sirlandim. Men fikrimizda bugun bir amaliy xizmatninki beshi sifatida sizni ziyorat qilyapman. Albatta medyada hozir shuar, nazariya, gap so'zlar intayin ko'p bo'lib ketdi. Reallikni deydigan bo'lsak, xalqimizmi biroz zerikdi, ya'ni shu muajiratdagilarmi biroz zerikdi, gapdan zerikdi. Chunki hammaylar shu vatan mustaqilligi, Uyg'urlardagi huquq, kampining taqilishi, bu so'yqirim, bu qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilikni to'xtat degan gapni deyilyotdi. Irqiy qirg'inchilik masalasi yaqinda o'tirg'i chiqdi, ya'ni xalqaro qonunga kirish arpis turadi. Bu to'g'risida men sizdan so'rayman. Ama gap jiq bo'lib ketganlik uchun bizningki studiyamiz shu kim amaliy harakat qilsa shuni nimaga olib kelish, ammo gap qildiganlarning iloji bor ekanmaslik, amaliy bir ishni qilgan, ya'ni bir toshni u yandan bu yoqqa yo'tkagan odamlarni akilish prinsipi bo'yicha sizni akagan bo'ldik. Xo'sh, undaqda sizning partiyanglar hozir birlarni yozibdi, albatta savoli bor, fikr taklifi bor qarindoshlar. Naq meydan telefon qilsangiz bo'ladi. Ekranimizda telefon nomerimiz bor. Ablajon efendimdan Cumhuriyetçiler, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasininki reisi so'rasangiz bo'ladi. Masalan, bölgünçilik meselesinde bir gapni yozibdi de men uni o'qimayman, ammo mencha bu demokratik davlatlarda bir qancha partiyaning bo'lishi normal bo'lishi kerak deb o'ylayman. Uningga o'zimning og'zidan bir javob olaman. Ham bu partiya nima ish qilib turdi zodi bir amaliy maaşını qilib beramiz xalqimizga, muhojirlarga bu ishni qilib beramiz deydigan bir konkret bir masalani sizning og'zingizdan anglayman. Rahmat. Zaten biz şunun için kurulduk. Hem de o bir yerde Şarkı Türkistan sürgünde hükümetimiz bir neçik parçalanıp ketkendikin bir yerde partiyadan mı bir neçik kurulsa halkımızda azırak bir tenger kapılış var. Hükümetle parçalansı bulmaydı bir buluş gerek. Ama bir kançı partiyalarının buluşu o normal. Hepimiz taşkı dünyada yaşavatımız özümüz durapkan devletlerinin ahvalı karşılanma nurgun köp partiyalar var. Bu biz için paydalık. Hem de hazır Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi zadi qandaq amaliy ishlarni qildi. Sizlarninki boshqalarga o'xshamaydigan tarafinglar zadi nima bu millatimiz uchun foydaliqmi mushu navbatdagi vaziyatda yoki bu bir tashkilotning sonini ko'paytirib millatning ichiga bir avvalchilik qiladigan harakatmi degan savollarni tushishi tabiiy. Ama bizning bu qitimki Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisini qurib e'lon qilib hozirgacha etib berayotgan ishlarimiz albatta bir mezgil teşvikat bilen şug'ullandik. Teşvikat kambodsiz bo'lmaydigan bir qoral ama hemmisi emas. Shuning uchun biz nima ish qilib beramiz degan chog'da men ilgirki nutqlarimda bu partiyani qurishdan burun men o'tirib qo'ygan. Bu shu xalqaroliq bir ommaviy, ya'ni international public law deb men bir qonunni misol olgan. Shu qonunda belgilangan modellar bo'yicha men abay deganda xalqaroliq qonun o'qidim. Biz bunga javob berishdan burun Uyg'urlarning bir millat bo'lishi bilan u o'z vatani tajovuzchilikka uchrab, tajovuzchi sinf tarafidan u qo'g'linib, sirtlarga
sürgün bulup, yani exile bulup çıkıp ketken vakitte bizdeki milletlerinin. Taşki dünyada sürgünde hükümetlerini, partiyelerini kursu bulamdı diyen sual. Elbette buludu. Ondan olsa sürgünde hükümet ve partiyelerini kursu buldukken, ondan olsa ula bir partiye, bir hükümet buluştu bilen halkaralık kanunlarının maddeleri boyunca esker kursu bulandı. Esker terbiyesi bulandı. Ulanı korallandı sulandı. Elbette buludu. O halkaralık kanunlarda inip belirlengen nersi. Ama bir yerde bir nersi var. O bosunu biz kandaktı bir ırkka, yoki bir dilge karşı emas. Fakat bizning vatanimizni qanunsizlarcha besib olgan shu tajovuzchi Xitoy kommunist hokimiyati va uning, yani bir şeyde bir muhim nokta var, vatandaşımız bekle katılmak lazım. Ve onun vatanimiz tuprağına maksatlik aldığı orlaştırılan tajovuzchilik, kengaymitlik siyasetinin emelge iş için en muhim kuralı olan Xitoy kanunsuz köşmelleri. Bu neydi muhim derse. Bana muşulağa karşı biz esker kursak ve onları terbiyelesek chet elde elbette buldu. Mesela misal keltireyim. Muşu bir kaç günün aldıda Amerika'nın hükümet tarafından mesul xadimlar ve sınırını da kutamayı Hindistan'a verip şu yerdeki Tibet armiyalarının Hindistan armiyasının birleşkenlik ahvalını öz gözünden gözden geçirip geldi. Bundan olsa düşmanımız bir. He? Amerika'dakiler görüp geldi mi? He şundak. Düşmanımız bir. He? Düşmanımızdan yürgüzüvatkan asimilatsiya, karıştırıvatkan ubıktısı olan Tibetliler bizden takdirimiz mi bir? Hacıba Tibetlilerin halkı özlerinin askerlerini Hindistan askerleriga ketip u yerda bir harakat qilsa bo'ladi ekan, ular buddist o'g'ashqa bo'lib biz islom diniga e'tiqod qilgan musulmon bo'lganligimiz uchun bo'lmanda albatta bo'ladi. Mana men sizlarga ko'rsatayotgan men hozir xalqaro qonunlarni netchini o'qib bersammi baribir. Buni da'vatni amaliy misolni da'vatiman. Hammanglar nayt hayajon bilan ko'rdinglar Tibet askarlarining Başırlarda mansa, ulanın atanlarına yollara çıkkanda jığlap ustalatkanlıklarını hemen gördüler YouTube'lardan, Facebook'lardan. Bunu ben tekstle utanmışam burada. Ama hazır mevcut olan bir nersinin davetini. Ondan olsa bizimki nimi için Şarkı Türkistan deydiğen bir isim bilen davarımız tonulup məlum yeri bağın çağda sizler bu Uyguristan diye isim bilen çıktınlar diye suallarımın naiti köp bizge. Rahmet aşı sualını sorğanlarga. Ama bunu verilen cevabımız naiti inek. Biz hiç kaçan Şarkı Türkistan diye isimge karşı emez. Ama Uygurlarının bir millet buluş süptü bilen öz namı bilen devlet kuruş hep hukukları var. Acaba bizim Uygur kardeşlerimiz Orta Asya'da 5 milyon yakın Uygur kardeşlerimiz var bizim hesabımızda. Ondan olsa ulan o Kazak, Kırgız, Özbek, Katarlık, Türkiye kardeşlerimizden müstakil devletlerde yaşamadık o. Bizim Uygur milletimiz naiti mihmandoz. Talardan kirgen mihmanga ballarga bermeydiğen tamaklarını berdiğen bir milletin evlatları biz. Biz üyedeki vatanımız Uyguristan kurulgandan keyin hiç ensirmişsin halkın biz Kazak, Kırgız, Özbeklerge takabül tutmayız. Eksinci ulanın hak hukuklarını, ulanın medeniyetini, ulanınki dinni itikadını ve ulanın örf adetlerini en yüksek koğdayımız. Bu bizim verdiğimiz. Nimişka tarihten tartışıp şunç hanlıklarını kurgan. Neçe bin yıllık tarih var. Dünyada devlet kuruşunu üretken bu Uygur milleti bugün birlikte kandaksıga devlet kursu başkaramaydıgan bu kaptı. Aynı abaytın siz bir resimini çıkarıp koydunuz. Menin o Uyguristan Cumhuriyetler Partisi var. Uyguristan Cumhuriyeti'nin bana general de tüştürüp lahiyle tüştürgen kimi ekranda cemaat köyde. Yarışırken o biz gibi. Biz gibi şeyler yarışırken o biz mi? Demek bir yerde bir narsa var. Bizning şu tashqi dunyodagi xalqaro qonunlarni pishib bilmaganligimizdan bizning xalqimizda
düşmanga qarshi qurolli kuch harakat qilaman, askar quraman deb qalsak, xuddi Xitoy kommunist hokimiyati bizni dunyoga terrorist ko'rsatmayotgan chig'ida biz unga yordam bergan bo'lib qolamiz degandek bir sapsata bilan xalqimizni aldab keldik. Men mi bor shuni aytdi? Bu xatolashganlar yalnız bular emas, men mi bor? Men bu yerda 25 yil turib, bu shunchalik bir ishlarni ilgari qilmagandan keyin bu jinoiy javobgarlikni, bu tarixiy xatolikni men ma'lum üstümde. Kimlar aldab keldi? Biz mush millatning ziyolilari, mush millatning tashkilotchilari, shuning uchun men mi bor dedim o. Demak biz mana mushunda bir-birimizga, xalqimizga haqiqiy ma'nodagi to'g'ri bir yo'lni ko'rsatmadik. Asli bu partiya bundan 30 yil burun, 40 yil burun mushta bir partiya qurilib, o'ziga millionlarcha askarni qabul qilib, taraqqiy qilgan bo'lsa, biz bu vaqtcha masalamizni hal qilib bo'lardik. Shunga ko'nlar bir gap, ziyonning nima sağ foyda shu deb, elimi kechikmadik, jiq kechikdik. Shundaqdan biz bu partiyani qurish orqali millatimizga rasmiy Uyg'uriston mustaqillik armiyasini qurg'ili chiqdik. Bu bizningki boshqa tashkilotlardan tutib barxilga yerimiz bu. Men shunga hech kim demaganni degili, hech kim qilmaganni qilg'ili chiqdik deganim, biz hech kim demaganni abay degandek zaten dedik. Bu millat, bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q. Mana bu bizning ideologiyamiz. Bu hech kim demagan bir so'z. Endi biz askar qurish va ofislarimiz uchun maktablarni qurish boshqa dunyoda bu harakatlarga biz boshladik. Xudoyim bir yaqin kelgusida biz buni amalga oshiramiz. Mana bu bizning prinsipimiz. Uning uchun qurildik biz. Ammo bunga yetib berish uchun biz partiya a'zolarimizning sonini intayin shiddat bilan ko'paytiryapmiz. Hüseyincan Tukan, efendim, Hoş. hozir siz mevcut teşkilatlarga qarang. Bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçilik Partisi gerçi qurilganiga 6 oy bo'lgan bo'lsa-mu, hozir minglarcha partiya a'zolari bilan dunyoning hamma yerlarida yechiklarni qurib, bu qitimni biz Turkiyaga maxsus vakil yuvatdik. Bu vakillarimiz Turkiyaga yurib, partiya a'zolarimizga iznak taqtish, shahodatnomalarni taqish bilan cheklanmay, Ankara hukumatiga televizorlar, har xil matbuotlar orqali Uyg'uriston Cumhuriyetini ve Uyg'uriston Cumhuriyetçilik Partisi'ni qo'llash haqida biz iltimos sundik. Ishimizki, yaqin kelgusida biz Türkiye hükümetinin qonunlari bo'yicha Amerikada olgan tasdiqimiz bo'yicha biz Türkiye'de rasmiy bir xizmat elib berish ve qonunli yo'lda xizmat elib berish uchun biz bunun harakatini qilamiz. Chunki men xalqaro qonun o'qigan, men qancha kun mush partiyaning prezident rais bo'lib tursam, men bütün ishlarni xalqaro qonun bo'yicha en kuchli shaklda elib berishga tirishiman, ham tirishyapman. Xudoyim bilsa, shu bir haftaning ichida bizningki Turkiyada ipag'an suhbatlarimiz butkul buyuk Türk xalqiga ve Erdoğan hükümetiga anlatıldı. Xudoyim bilsa, yaqin kelgusida bizning partiyamiz bu Türkiye'ye kirolmaydiganlardan emas, Türkiye'nin ichiga kirib harakat ve faoliyat ilib boralaydiganlardan bo'lamiz. Biz buning uchun qurildik. Biz dunyodagi hamkorlikqa tegishli har qanday davlatlar bilan biz diplomatik munosabat o'rnatamiz. Hem o'rnatyapmiz. Bizning g'oyamiz bu. Yani bir qiyinchilikqa uchrash ehtimoli bo'ladimi bu Türkiye'nin hozirgi siyosiy sharoitida? Belkim. Ama bununla bilan biz Türkiye hükümetinden hiç rengimeyiz. Çünkü Erdoğan hükümeti olsun, mayli kim o rehberlik beşini olsun, her qanday bir devlet oldu bilen özlerinin fuqarolarının gündelik turmuşu ve menfaatini birinci oranga koydu. O şunda qasam berib algan o vaziyetini. Şunun için Türkiye hükümetinin bu Uygur meselesiga bizninki bu ahvallarımızga nayet ciddi anlaşılmayotganligi, darhal bir kuchli bir harakatga o'tolmayotganligini Türkiye hükümeti bizni qo'llamayotdi, bizni tashkil etdi deb biz ranjib, o'zlarimizni tatlab, kachatlab, vaqirab Türkiye hükümetiga haqorat qilsak, tutun to'g'ri bo'lmaydi. Bu ahvolni hal qiladigan biz o'zimizning ahvolni o'zimiz hal qilishimiz lozim. Boshqalarning yordami albatta kerak bizga, ammo biz chiqishimiz lozim. Hozir kishilar nima deydi? Xitoy hükümetining atom bombalari va yadro qurollari va muntazam askarlari va soti va milyonlarca askar harbiylar va tanklar va kaza. Unaqa tankiyaga olmaydi. To'g'ri, u kuchlik. Ammo dunyo tarixiga nazar solgan bo'lsak, har doim kuchliklar ojizlarni besib olgan bo'ladi. Ojizlar kuchliklar ustidan kurash qilib, g'alaba qilib, hozir mustaqil yashayotdi. Bu bir qonuniyat. O aciz olsa kuchini besib olmaydi ki zaten.
Bu yerdeki bir narsa bizning millatning hozirgi mayli mediada bo'lsin, mayli amaliy ahvolda bo'lsin, bizning millatni sundirish nihoyatda og'ir. Bizning tashkilotchilarimiz, ba'zi bir ziyolilarimiz chiqib, bizning millatimizni ayblashib turdi. Yo'q, bu millatning g'ururi bilan o'ynashyapti Xitoy kommunist hokimiyati. Bizning qizlarimizga, ojizlarimizga va ularningki sharmiy hayosini dafsanda qilib, bizning erkaklik g'ururimizga tegyapti. Bu yetmedi, biz bu tashqi dunyoda hadisi o'zimizning millatni ayblayapmiz. Yo'q, mening millatim kurashchan, qahramon, ajoyib bir millatning avlodidir. Uyg'ur millati cho'qim davlat qurib, intayin chiroyli, go'zal bir davlat qurib, o'zini emas, hatto dunyo madaniyatiga ta'sir ko'rsatadigan bir davlat qura olamiz. Inshaalloh. Nima ish qilmoqdak? Biz bu millatning g'ururini ko'tarishimiz lozim. Bir millatning tili müştük ketishi mumkin, uning ba'zi bir urf-odatlari müştük ketishi mumkin, ammo uning g'ururi bilan bo'ladigan bu millat mangu yo'qolmaydi. Men davomli ta'kidlayman, kurash qilgan millat hech qachon yo'qolmaydi. Ammo o'zlari davlatdan ashta kuchli bir dushmani bilan qo'lida bir yig'nining bir partisi yo'q turib, qandaqda uning bilan bir sulhiy sala, bir suhbatga o'tmoqchi bo'lgan ahmoq millatlarla bir millat sifatida dunyo yuzida yo'qolib ketadi. Ammo kurash qilgan millat emas-ku. Biz kurashgan millat. Biz qila olamiz buni. Bizning bir askarimiz Xitoyning 10,000 askariga to'g'ri keladi. Chunki bizda haq bor. Keynimizde kudretli bir Allah ve onun bizga tushirgan en qimmatli Qur'oni Kerim kitobimiz var bir milletimiz. Xitoyda bu narsalar yok. Bizden düşmanımız bir, bizden tilimiz bir, imanımız bir, Xudoimiz bir, olmoqchi bo'lgan ve eslik keltirmoqchi bo'lgan ziminimiz bir. Bunda ko'p birligi var. Bunda bir kurashdan egisi tarixda oz tepilgan ekan. Ama biz bundan unumli foydalanmayapmiz. Biz bu narsaga chiqdik. Rahmet, yani ameliy ish qilib chiqdik demoqchisiz. Shunday, tashviqot yetib oshdi bizda hozirgan. Albatta bu yerda xalqimizni tushirish, tuvan ko'rish bu qat'iy xato bir ish. Ammo kasallikni oshkor qilish, xatoni tanqidlash, to'g'rini maqtash, xato qilgan tashkilotlarni, uxlab yetib olgan, ish qilmagan tashkilotlarni ayıplash veya tanqid qilish to'g'ri bir shaklda. Undan boshqa to'g'ri qilgan, amaliy ish qilgan tashkilotlarni maqtash bu bizning vazifamiz yoki odillik deb qarayman inshaalloh. Ya'ni siz bu amaliy ishni qilish uchun maydonga chiqibsiz hozir. Qonuniy tarafdan degan gapga men biroz qiziqdim. Ya'ni albatta nurg'un odamlar buni terror qalbiga keydirilib burundan Qur'onning gapi chiqsam bizni terrorchi deydi, u deydi, bu deydi deb bugungacha siz degandek har xil banolarni tepib bu xizmat oldiga surilmagan. Ammo bugungi kuni qarasak, o'tgan qatim Hindiston bilan Xitoy chegirda urushdi, bir-birini o'ltirishdi. Ikki tarafdan 100 ga yaqin, faqat mediada e'lon qilgan sonlar 100 ga yaqin bo'ldi, ammo uning keyin necha yuz odam o'ldi biz bilmaymiz. Bularni hech kim terrorchimi demadi, bir-birini o'ltirgandi. Hech kim muxofalabmi ketmadi. Urush qilgan nurg'un davlatlar urush qilyapti. Hozirgacha masalan Ozarbayjon bilan Armaniston urush qilyapti. Bu yerda ularni terrorchimi demadi. Ammo nima uchunki Uyg'urga kelgan vaqtida Uyg'ur qurolli harakat qilma, Xitoyga qarshi o'q otaman, Xitoyga qarshi mening armiyam, qo'shinim, askarim bo'ladi degan kuni tuyuqsizlar unda desang terrorchi bo'lsa deydigan bir qism insonlar albatta ularni ayblamaymiz kiranda, ammo bana nisbeten hain demesemmi ularni millatni xultayotgan kishilar qatorida hisoblayman. Bu mening shaxsiy ko'z qarashim. Bundaq kishilar chiqib buni to'sab keldi. Burundan to'sab kelayotganlar bor. Hatto demokratiya, kishilik huquqni va yoki mustaqillik bo'lsin, qandaq bir narsani tutib chiqqanlar, maydonga chiqqanlar bo'lsin, qurolli harakatning gapi chiqsa, darhol buning qarshi turadigan bir qism kishilar o'tirib chiqdi. Buningga nisbatan siz qanday qaraysiz? Yani qonun bilan qanday bog'liqli bo'ladi bu Uyg'ur armiyasi, Uyg'ur askari va Uyg'ur qurolli harakatini? Rahmat. Bu savolga javob berishdan burun oldidagi bir necha savollaringizga bir izohlan berayman. Ba'zi bir tashkilotlarni ish qilolmadi deb ayblaymiz va ba'zi bir ish qilganlarni tabriklaymiz, maqtaymiz. To'g'ri, haq beraman sizga. Ammo bu yerda bir narsa bor.
bizning bu xalqimizning tushunmayotgan bir narsasi bor. Masalan, bir eshak harosini sen mashinaga o'xshash tez mang'anmiding deb ayblashga bo'lmaydi. O haroyadigan urib ketsak to'g'ri bo'lmaydi. O eshak zoti shunchalik mang'adi. Ya soatiga bir 15 kilometr mang'adi, ya 20 kilometr o kadar. Chiqmas. Hani direkt bu misalını işgaltiden desiniz. Bir yerdeki bir narsa bizninki teşkilatlarımızda olsun ve halkımızın içinde olsun müşahedeki bir kanuni bir tutumdan haberi yok. Bunu eski teşkilat kurganlar beriş gerek halk. Çok doğru söyledim. Mesela ben bir cemiyet kurdum. Bu cemiyetin vazifesi Uygurlarının nöbetdeki siyasi ahvalını dünyaya anlatış. Defsent olatan kişilik hukuklarını dünyaya anlatış. Ben şu arkalık bazı bir devletlerinin azrak iktisadi pullarını elevatımen. Xitay Komünist hakimiyetinin zimmin bütünlüğüne hürmet kılış etnamısını tüzgen devletlerine gelip ben müstakillik mesela işini aşmaydıken şunu biz self-determination yani öz takdirini özü belleş diyen bir prensiple bir vatanımız. Halkım bizden kılalaylıkımız bu. Ama yürekimiz yanlışı vatanını azat kılış desem ruhsat. Lekin bir yerdeki bir hatalık ne mi deseniz muşu özleri kılıvatkan işimi şunca çok iş. Bu Uygurların kişilik hukuk, insan hakları, muşu davalarının nöbetdeki lager, muşu halkımızın işki bağlarını içkip setiş, ballarımızın işkirlerine yötkeş, ulanı başka millet yasam çıkış diyen çok erkek kılgınçlık ama bazı bir ifadelerini anlatıp, muşu Amerika hükümetindeki kanunlarını çıkarıp, Xitay hükümetindeki karşı güçlük bir hareket kılış, bu mu asan iş emez? Bu mu yaman çok bir iş? Bular bunun pekirlişinin orada kandaktı, hele ki müstakillik diyen nersini özünki nizam namısıga kirgizemmegenligini yuşurup, halkka bu kılıvatlarımızdan hemiz şu, biz senin birden bir vekilin deydi uyuyor ama onun nizam namısı da uyuyor. Ama biz digendek, bu halkların, Uygurların aldığı mangandek kabilen, bu yanarak biz digen maşindek yapamaydı. Çünkü onun, onda bir maturu yok. Ben bunu demekçi. Yani halkımızda mı bir kanuni cihetten bir ansızlık var. Toktattı. Ma teşkilatının vazifesi mauken. Bu fakat milletin medeniyeti, örüp adeti, bu dini, bu cihetlerdeki kemsitişlerini, bu cihetteki ayrılık kılmakan hak hukuklarını izleyirken şuna biz bunlara bu boyunca muamele kılaylı. Dep ulanın şu kılvatkan işini bağ versek elbette teşkilatlar yaxşı kılvatıdır. Uçakta biz bunları yaman demeyimiz. Hani bir yerdeki sizin ilgili sualınızı bergen cevabım bu. Demiş kalırsanız bunu dedi ki ben halkımın deydiğinim ben uzun izlemiş dava içinde yüzdüm. Hani bunu bir enkılap güreşke aylandırıp izledik. Benim bulunduk tecrübem ben bu davat kılım. Biz her kandak bir teşkilatka özünün kılalaydıgan, iş kılalaydıgan fonksiyisi boyunca bağ verelim. Biz o kompak tuşluk Kırgız yok deyip o küçük bir teşkilatla kılanmaydıgan işlerini ulardan talep kısa işte disappointed, işte köngülümüz yerim buludu. Şuna teşkilatlarımızdan da bir kıl İngilizce honesty, Uygurca bir rahatçılıkını talep kılın. Hey, benim kılalaydıgım bunçilik. Ama bir muhbir kesin de, hey falançı, sendin mağı devletin halkı, senin milletin müstakillik talep kıldıkken, o Kur'anlık güreş kılımızda ayıttı bir kısımları, sen kanda kalayacak, hey, benim kıldığı işim Uygurların kişilik hukuk, insan hakları, işte mağı ablacanın kartı, ya Toktaklı'nın kartı, maladın sonra edip ulanı belse. Biz bu kişilik hukuk hakkında biraz sual sorursa, mıncık eden tutudaydı o, lagerler toplattı. Bunu meksus kıldığı bizim teşkilatlarımız var. İşte ama onun kartı. Dep biz berip, biz bir yerdeki birbirimizle toluk olsak oldu eyipleşme olmak için. Şu çağda mağdu bu. Hem de hazır halkımız, bu WhatsApp'lara ben kırmayayım adette, bir netisi kırıp kaldım yakınlarınızı. Ben nemine eskildim deseniz, üstünle eyipleş. Bu onu kımdı, bu bunu kımdı. Mağını kısa oldu, anı kısa oldu. Ay davat kalındı, kılmazsınız mı geçmedik ya? İşte söz davat kalındı. Yakın mesela, bir yakışık bana biz Uygurlar Cumhuriyetçiler Partisi'ni kurup ben izçil davat ederim. Bugün ben sizgini diyen ben esnafı afgan. Muşkettim ki interview'e kim halis çıksın der. Çünkü ular benim sebeplerden çıkamadan da onun için ulanı çıkamadı olduğu demeyim. Ama demek ki onun ben şahsen uçuk. Her kandak bir kişilerle bir üstlerinin üstüne gelip zahari özümüzden kılalaydıgan
şu hareketini, kolumuzdan keldiğen işlerini özara değişip bir-birimizge yol verişki ben tayyor. Şu çağda bana bu. Çünkü hazırki benim işimde Hüseyin Canıfkan efendim hazır bu davanın ki aldığı kitaplarla benim işimdekiler. Biz uzun yıllık ağabeyler birbirimizin obdan bilişimiz. Ben bir yerde işkimin ısını atmak istemez. Bilisiz. Halkımızın bildiği benim çırağımı kadar ben demek mağada falan çok tenkender. Bu yıl ben 55 girdim. Demek bizden işimizdekiler hazırmış. Bütün taşkı dünyadaki bağırlık teşkilatla ve derneklerinin üstün tutuluk. Bizim ağabeylerimiz uzun yıllık özel münasebetlerimiz var. Şahsi adaletimiz yok. Bir yerde şıkılıp bu milletin ahvalini hakiki ve teberber olsak biz bunu benim kılaydığım mançılık sağını kıl, senin kılaydığın mançılık ben bana kılay deyip biz özel yol versek minatçı böyle kılanmaydığı mesele emez. Ama ben bu milletin gururunu düşürdüğün arkanda adalet karşı ben. Ben Xitay Komünist hakimiyeti kata karşı olsam benim milletimni sundağın, benim milletimnin gururunu tekke adamlarına ben şunç karşı. Çünkü bir millet gururu bilen yaşaydı. Elimi bizden gururumuz depsandı olap bir yere bağdı. Kam. Bak yüreklerimiz lak olup gitti. Bir insan 21. asırda kanda götürdü bu korlukni, kanda batkızatımız içimizde. Onun için bu milletini uygatmamız lazım. Hem de namayiş kılış doğru. Namayiş kılsın, kuş göstersin. Ben bununla karşı emez. Ama namayişlik kılıp, koçulara çıkıp, netçi mınlaçı çıkıp, Xitay'ın konsuluğa karab, vakırab, cakırab, onundaki uf, benim derdim çıktı deyip öyküp uxlap kalsak bulmayız. Bunu biz uyku doğrusu yakırıp çekimlikinin orunda açığımızı, gezüğümüzü, streslimizi basılan doğru aylandır olmaylı. Bu da diğerliği ben namayiş kaçtı kalgım emez. Ama bu namayişi bek dağıda olup kesse bu ayada kıldığın çok inkılaptın halkını çekindirir demağı o. Doğru. Halk gezüğünü bir yere çıkırış gerek kan. Onun gezüğünü atırıp atmaydıgan bir yere bırakıp töküytüp halk bir uxlap kalmışsın. O namayiş hakikaten mühim. Ama o bizden davanın, bizden inkılap küreşinin en küçük bir varyantı. Bir partisi o. Bu namayiş degen kim gibi en muvaffak? Demokratik devletler için pek faydalı. Ular namayiş kılıdı. Eğer ağlanırsa keyinki saylamda o adamı düşürüydü. Biz namayiş arkalık Xi Jinping'in vazifesini iptal edelendik. Yok. Bunda doğadken ben namayiş karşı emez ama onu hemmisi kılavanmaylı. Bir yerde yani bir dersi var. Kan töküşümüz gerek. Düşman bizni korallık kravatıdı. Bizni Uygurlarını bir sıvalı ben. Ben ona 4 yıl var bende bir şuvartı olurdu. O berip şunu kılavatıdı. O üniformlarını giyip berip bizden halkımızı, kurallarımızı yuturvatıdı. Ha? Onda bizden halkımızı konu koral edip onu ülkesini şu bulmak gerek. İngilizce'de self defense deydi. Kanuni atalgı var. Self defense diyen üzerine koğdaş için sana karşı bir adam bıçak kötüyse sen onu tıkayarsan Amerika'nın kanunu sok yok sana. Bu demokratik bir normal devletti bu. Bizden halkımız hudi o üniform giyip asker boğanlık için onun bir hakimiyeti boğanlık için bu kelip halkımızı kırsa buluduğun bizden halkımız onun karşı özlük koğdaş için onu öterse bulmadı ki biz şehitlerimize hainlik kıldık. Biz aşağıda canını, hayatını bergen mevkaran, isil, kahraman oğul kızlarımızdan düşmanın okundan aldığını, öldüğünü bilip ölgen kendaşlarımızga numus kılmaya çetelimiz onu yüşürüp onu Xitay yasap çıktı. Ha? Bizim Uygurlarında kılmaydı. O senin Uygurlarını bırakıdın dumunat üstüne çıkmazmış mı gıdaydı. Düşman kelipsinden uyangi çıkırdı o. Tıpırıklama baskınına azda be. Erkeklerimizi tutup sulap. Anıstırlarımız, kızlarımız ediraya Xitay'ın meynat erkeklerini ekip yapıp attık o. Kalayımıyla koşuldurum. Çıkıp boğuzlandık o. Tibetlerden şu Çinkengo diye Xitay Tibetli verip müşteriden siyasetini koluna diyetti. Atmadı o. Mağduramadı dünyada. Dünyada Şivinge azar edeydiğen, kan çıkıştan korkudu deyip atalgan bir Tibetliklerge işlemegen siyaset kök böğürden avladı. Ahıt o olaydıgan, at benip kış yapıldığan bu milletki işledi. Demiş ka? Bizden psikolojimiz bozulup gitti. Milli gururumuz böylek gitti. Şunun için taşkı dünyadaki bizden varlık teşkilatçı ve ziyalarımızdan milletin gururuna bek ehemmiyet verişini itiraz kılı ben.
Ben bu 5 yaşında tatıp 40 yaşımda okudum. Eğer ben ziyali bulmasam kancıkçı okusak onu dendi. Ben 5 yaşımda yesliği kırgan olsam Amerika'ya gelip ben 41 yaşımda mektep tutardım. Direkt okudum ben şunu biçe. Ondan sonra bir Uygurlar ziyalisi de bakay. Ben cevap verip bakay sizge. Uygur asker kursa buludu. Xitay bilen Kur'an'la küreş kısa elbette buludu bu bize hak hukukumuz. Bana bu bir ziyalinin cevabı. Ben bu şu milletin bir ziyalisi. Şuna bazı bir ziyalılarımız çıkıp bundan nesleri buludu bulmaydı da yoki cevap vermey tursa madem çıkıp okugan derken bir ishni biladi shundan qarasak shundan qaraganda biz Qur'onlik harakat qilsak to'g'rimi deb oldinib qolmanglar. Manda ziyolisin bor bu millatni. Yana abay siz degan nayt yaxshi gap bo'ldi hozir. Abay siz degandek mush tashkilotlarga, shaxslarga biz avval ism qo'yilishimiz, uningki nima ish qila oladiganligini bilishimiz kerak ekan. Shunda bo'lmagan vaqtda ya cho'ng umid kutib ketib, uningdan umidsizlanib qoldigan ish chiqadi ekan, tillaydigan ish chiqadi ekan. Yoki bo'lmasa cho'ng ko'rib olib, uningga umid bog'lab ki yana pishman qildigan ish chiqadi ekan. Uning uchun bugun eng yaxshi yeri chet ellik tashkilotlarning kimning nima ish qila oladiganligi aniq bo'ladi shu. Dunyo Uyg'ur qurultiyi nima ish qila oladi? Ma'rif tashkiloti nima ish qila oladi Turkiyadagi? Ulamolar nima ish qila oladi? Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi nima ish qiladi, nima ish qila oladi? Undan keyin mavu Belgiyada qurilgan Cumhuriyetçiler Partisi, Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi nima ish qila oladi? Hammasi aniq bo'ladi. Ham rahbarlarimiz nima ish qila oladi? Aniq bo'layotgan mush paytda biz ularga kimligini berishimiz kerak ekan. Shunda bo'lganda bu xatolikdan tugaydi ekanmiz. Ya'ni o'shuq masalan kishilik huquq da'vosi qiladigan tashkilotni biz mustaqillik qila oladi bizni deb tushunib oladigan yoki mustaqillik da'vosi qiladigan tashkilotga kelib sen nima ish kampin taqatmaysa deydigan işte har xil tushunchalar o'tirg'i chiqib ba'zidek biroz qalaymuqonchilik masalasi chiqadi ekan. Undan boshqa bu qalaymuqonchilikning ko'pinchisi WhatsApp topida bo'ladi. Biz burundan deb o'tib ketdik. Facebook nimalarni suratlik bo'lganligimiz uchun Xitoylar ishg'ol qilinmadi. Ya'ni chiqiblan bir Xitoyning adimi o'zining surati bilan o'ziniki ig'izi bilan qilinmaydi ekan. Surat bo'lmagandan keyin kishilar ishonmaydi ekan. Bu yerda oz. Ammo WhatsApp topida ovoz bilan bir yil taqib o'tadi ekan fitnani, fasodni yoki yolg'onni va yoki shundoq millatni ayblaydigan yo yo'q yerdan gap topadigan ishlarni buningga qarindoshlarimiz bu nimaga tushib ketib qoladi ekanda. Buning uchun bu WhatsApp topida bilinmaydigan, surati yo'q, ismi yo'q, jismi yo'q odamlar chiqib gap qilsa, butun qarindoshlarningki bunga diqqat qilishni so'raymiz. Aslida 2017-2018 yillarda 20-30% WhatsApp topini Xitoylar boshqargandi. Mening aniq isbotlarimiz bor. Ya'ni chet elda bir sistem qurib olgan WhatsApp davomli Xitoyning odamlari WhatsApp to'p qurib o'rtamni kontrol qilib olgan gap so'zni. Facebookni unda qilinmagan veya Twitterni unda qilinmagan. Ammo bugungi kungacha buning qoldiqlari WhatsApp to'plarida bor. O'zi yo'q u odamning nerede yashaganini bilgili olmaydi. Mana mush orqali xalqimizga mush fitnaningki nimasini tugatmayotdi. Buningga diqqat qilishni so'rayman va yana so'zni sizlarga beramiz. Qonuniy jihatdan bugungi suhbatimizning eng ilmiy, eng amaliy, eng real va hal qiluvchi xarakteri hozir savolimda bo'ladi meningki. Qonuniy jihatdan Uyg'ur askeri armiyasini qurishda qanday dalilingiz, qanday isbotingiz yoki ilmiy pakitingiz bor, buni o'tirib qo'yapsiz. Xalqimiz buningdan bir qalbi amin topsin yani. Rahmat ukam. Onu deyishdan burun ben bir narsani qistirib o'tib ketay agar to'g'ri ko'rsangiz. Xo'sh. Siz aytdingiz dediniz, xalqimiz shu hozirgi tashkilotlar o'rtasidagi ittifoqlashmadi, bularda birlik yo'q, bularda ish yo'q, tashkilotlar hech ish qilolmaydi degandek shu ranjishlar nayt ko'p bo'ldi dedingiz, nayt undan xulosaladingiz. Chunki xalqimiz ular qilolmaydiganni otdi. Tashkilotlarimizning aybi nada degan chog'da bularga bir tavsiyalarim tas emas. Nizam nomisini yezib Uyg'ur tiliga tarjima qilib, bütün veb-saytlarga, torlarga taqdim etsin, xalqimiz uni ko'rsin. Demak, manda tashkilotgan, bu manda ishni qildigan deganni xalq olsin, yushamsin. Numus qildigan ish emas. Mening tavsiyalarim ularni kesh tillab o'tamay bir savol so'ranglar. Nizam nomangni
biz biladigan tilde tercüme kılıp websaytlarına, toplağa, Facebook'lara sal, biz göreyli de şart koysun halkım bugün lan. Hemimiz bereyle. Bizim oturup da aynı websaytımızda. urp.us.org diye websayt kırsanlar, bizim Facebook turuptu. Her kanda teşkilat özün nizamnamesini hiç yuşamay websaytlar koysun. Bunu bu Uygur tilde. Antekin halkımız onu görüp ma saatlik 50 kilometre çapı diken, ma saatlik 200 kilometre çapı diken, ma uçu diken, ma mana diken, ma ömele diken de halk özü şunu karab ömelegenini çaptı mısın, çip batkanını uçtu mısın, hem nersini özünüz. Doğru yolu. Özününki iktidarı boyunca muamele kılsın. Sudumanadığaları Allah'ları sudumasın, maşallah yedimasın, ayıplallah asmanda uçsun ama hem dersiniz ki özüne cahide uçmuşsa, özüne cahide üzmüşse, özüne cahide malmısın baydı. Yani biz kopap, ben bir kollak, durup mu özenli, hem uçumen, hem çapımen depme, hem mi kardeşim öyle kalıkını aldıysan doğramayın. Şuna, bugünden tatlı, muşu kıtım ki, interview'den ki lan kalıkımı bedenen tatlıkım, bütün teşkilatlara aşkara katizip, nizam namalarını Uygur tılıda ve Rusya'daki kırındaşlarımız okalaydıgan yazıklarda derhal takıtınlar diye iltimasını kılsın. Şu çağda bunu eskileydi o. Bunda bu misal tükümeydi o. Mişe hazır şu işkiranımızla ben bunu ilan kılıp ötey. Yani bütün teşkilatla Dünya Uygur Kurultayı, Şarkı Türkistan Mağrip Hemkarlık Cemiyeti, Türkiye'deki Ulemalar Birliği, onundan başka Cumhuriyetçiler partileri, iki tane Cumhuriyetçi Parti var, Uyguristan ve Şarkı Türkistan. Onundan başka Yaşlar Kurultayı, Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı, onundan başka bir kanuncu teşkilatlar var. Benim hazır emniyet yardımı kep bulamadı çünkü teşkilat köp boğalık için. Sizler nizamnamanlarını Uygurca kılıp, Torbiktinlarga, Facebook'unlarga, Twitter'unlarga koyanlı ki Uygurlar sizlerin teşkilatınlarının nemiş kıldığanlığını bilsin ki ya oşuk ümit bağlavanmısın ya ki kılanmadı dep akımızdan yapkınmısın halkımız. Yani kimlikimizni, teşkilatının kimlikini halkımız bilsin. Benim şahsen bu stüdyomuzdan ki bu talebi. Rahmet. Söz sizde. Ona dikkat, ben sualınızı atlap geçip ana cevap verdim. Mümkün bu sualınızı kayıt tekrarlar mısınız? Yani Uygur armiyası, Uygur askerini kuruş meselesi de şahsen ben yakın bir ay içinde biraz ümitsizlendim. Yeni bir tema, el kuluğuş tema, real, ameli hareketini fikran kayıp çıkış için bir Uygurlarının içinden bir armiyani biladigan, askeri bilimni biladigan bir şahsını izlep, şahsen ben tapamadım. Orta Asya'da Türkistan'daki kırındaşlarımızın içinde bakken ular bilen alakalaştım ama nait aslı buluvatıda alaka. Bunundan ümitsizlendim. Yani Uygur askeri bilimini biladigan chet elde baş şahslarninki nait az ekanligi, hatta yok ekanligini men şahsen menemdi. Belki bazı bir şey mükavagandı ya aram elevatkandı ya ki işkiranı çıkıs kelmegandi. Eğer bildiğin kırındaşlar olsa kelgüsü zamanlarda bunu bu armiye bilgisini biladigan kişilerin işkiranı gelsek buldu. Menin sizden soraydigan sualım bu Uygur askeri armiyani kurallık hareketininki g'olib bo'lgan bu qo'shinni qurish uchun qonuniy qandaq isbotimiz bor, qandaq dalil bilan biz buni qurib chiqamiz? Evet çıkan. Ben bu doğruda şu 2 yılın aldı da bu partiye kuruluştum. Burun ben bir saatlik bir leksiya sözlep. Ben şu çağda kanunun bir maddelerini müşter bir highlight kılabilip ben düşendiğiyle hatta Uygur çıkılıp mı düşendirip verdim. Bir yerde birkaç kanunlar var, halkaralık kanunlar var. Onun için ben en mühimdir biri de bu international public law deyimiz yani halkaralık amnevi kanunda taşki dünyadaki şu sürgünde yaşavatkan milletlerinin topluşup exile government yani sürgün hükümetlerini partilerini kuruş ve onu kuruş koyulduğun halkaralık
kanunlardaki şartlar belirlengan. Onun birisi çokum aynı vakitte şu devlette bo'lgan devlet rahberleri chetga chiqqan bo'lishi kerak. Bu narsa bizde bir millet süptidi bor, ammo bizningki aynı vaqtdagi rahberlerimiz ayrılan voqeasida o'zingiz bilasiz, bu suiqasdga uchrab ular tamamen qazo qilingan. Onun için unda bir şaraitimiz bo'lmadi. Hem bizden bu tashqi dunyodagi sürgün hukumatni qurish ishimiz jiq kechikib ketdi. Ondan qurilgandan keyin bu Xitoy Kommunist hokimiyati bu sürgün hukumatning nihoyat ko'p ish qila olganligini bilgachga, uning ichiga har xil usullar bilan odamlarni kirgizib, suiqasd qilib, ziddiyat tug'dirib, mana bugungi kunlikda biz Sharq Turkiston sürgün hukumatini 5-6 parchalab o'tadik. Aslında olması bo'ladi. Bu bir biz için bir çok yo'qotish. Endi shuna demak uchun shuna da şu kanunda belirlenganda bizning tashqi dunyoda asosiy qonunlarni tuzish, partiyalarga uyushish, askar qurish va yetishtirish. Undan keyin bu askariy ofitser maktablarini qurib, ularni yetishtirish. Fakat bunun birdan bir sharti adayman degandek, biz ma'lum bir irqqa yoki bir dinga qarshi emas, aksincha haqiqiy qonunsuz vatanimiz tuprog'iga tajovuz qilib bizni besilgan shu qonunsuz hokimiyatni qo'llab chiqarish uchun foydalansak, albatta xalqaro qonun bo'yicha askar qursak bo'ladi. Xalqaro qonunlarga uyg'un. Endi bu yerda bu unday bo'lsa, bunchalik bir oddiy narsani nimishqa boshqalar bilmadi. Ablacan sizle bilip ablacık'a başkadan demiş ki bilmeydi deseniz berdiğin cevabım. Belki bilmesligi mümkün. Belki bilgen bolsunmu diyemegen bo'lishi mümkün. Ama ben deyim abi. Ben böyle kanunlara tayinip, materyallara tayinip dağıtmak üzerine içinde uydurup çıkamadım. İşenmese, hazır hemimizden kolda Google var. Kırıp da Google kıpaksın. Exile government'le asker kursu bulandı. Bunun kadar hemen ersini ben bilip hak bilmeyken cihan tüketip gitti hazır. Hemimizde durup da kolumuzda telefon var. Eğer hazır olursa Uygurca tercüme kıldığın software mi var? Bunda tülpünlerine ekilip, bunda tutup tutsanlar, aşketini göstersenler, Uygurca İngilizce Uygurca tercüme kıldığın etler var. Şirinler tülpünlerine. Şuna bir yerde hazır Türkçülükümüz yok. Gerçi bek %100 tercüme kılaması mı? Ne işlik bir baktın. Herhalde 80% yakınlaştı hazır Google'nınki iktidarı Uygurca tercümesi. 75-80%. Demek bir maksatını düşündürdüm diye. Şuna demek ki oğlum bu bir sır emez. Hem de eğer biz hazırki Birleşken Devletler Teşkilatı'nı misal alsak mesela. Xalqaro qonunlarni e'tirof qildi-ku, yine o qildi. Eğer qilmagan bo'lsa, u chog'da bu Uyg'urlarga askar qurish huquqi yo'qmi? Ben shunday jakalaymanki, ilg'o xalqaro qonunlarni bizga ruxsat qildi. Ruxsat qilmagan taqdirda qurish huquqimiz var bizning. Ruxsat nimishqa deysiz? Sababi dunyoning siyosatini belgilagan Amerika hukumatini degan misol olsak, Muşimu Angliya xonligi tarafidan o'limga hukm qilingan bir qancha qaroqchilar tarafidan qurilgan davlat ma bu. Bugun dunyo hukmronlik qilyapti. Ha? Amerikaliklarning ochiq gap qolmasin, endi qaroqchilar. Bu bir haqiqat, buni ochiq kelmaydi, men rasmda aytdim. Shu chog'da bularni bu Amerikadagi 13 state'ning reprezentativ vakillarimi Pensilvaniya yig'ilib qanday qilgan desangiz, biz Angliya ile kuchli urushmaylik. Bu da tekstimizse dönsek döneyli, bununla kan tükmeyli deydi. Bir kısmı deydi ya, müstakil olumuz deydi. Şu çağda bu han aldırıp gidip, buna karar iliştirmiş, birine çıkın bunun, bunların hemmesi çıkıp ayrım ism öldürüş buyruğu düşürdü. Şuna böyle buna ya ayrım ölemdik, ya birleş dönem kuradığında birleşini buna. Demek ki o kadar bunların başka bir milletin yerini tartıp algandan keyin bir hakimiyetini og'dirib tashlab devlet kurgan bir dünyanın siyaseti belli etken Amerika'da yaşayatın mecbur 5 yıl oldu. Demek ki oğlum, bu xalqaro kanunlar bunu maddelerini bekitip beripti bu ruhsatını. Beğenmişsiniz bizden kuruş hukukumuz var demekçiler. Çünkü bir hakimiyetini siz kurup ilan kılgandıkken onu dünya tanıydı. Herkes siz kirip devletinizi azat kılmayı durup Birleşken Devletler Teşkilatı'na bunda bir devlet kurmak istedim. Şimdi bir bayrağımda neye takap vereyim size. Desek aldı bilen kurdaydı. Ma bir yana gap oldu ma bu?
Şurada bu kadar o Yani avval devletimizni qurib bo'lgandan keyin andin u dunyoga undan keyin anladık mı? e'lon İşte qilindi. İslam onu dendi. O kurmagan devletke, eslik keltirmegen devletimizge bizden 1947 33. çıkıp devlet kurgan tok. Şuna müstakilliğini itiraf kılıp bizden vekillerimizle Birleşken Devletler Teşkilatı'na New York'a eke edisek ağlamda ya. Ağlamaydı. Eğer onu ağladık Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir acizliği şu ki Efkan. Ularda kanun çıkırış hukuku boğan bilen icra kılış iktidarı yok. İcra kılanmaydı. Bu halkaralık kanunu bana okugan. Bunun en çok ayıp şu. Mesela Xitay karşı bir resolution, bir kanun, bir karar makulledi değil. Xitay boysunuz şu. Hal kılalanda yok. Onu hal kılış uyatı tutsun. Bugünkü günlükte bütün dünyanı kartıp koyup durup milyonlarca halkımızı lagır sulap öldürüp atkan bu Xitay canlatlarını bu kadın dünyanın kişilik hukukunu kovdaş mehkemesiyle ekildi. Benim kan. Mana biz işengen Birleşken Devletler'in ahvalı bu. Xitayni. Yani bir haksızlık var ki bu dünya karakterindeki haksızlık var o. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı kayısı yüzüyle numus kılmayı. Aşındak bir Xitayni bugünkü de dünyanın kişilik hukukunu kovdaş komitetinin azası kıldı. Ben onun önünde cevap edilsin. Kudde kozunu ekilip ben bardan bir işim batırıp balam karaptı deyip bir sağlık kozusunu böğrüge tapşırıp koyganda iş kıldığını döndüğünde. Mana bizden bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ahvalı bu. Unda olsa demiş ki bunda da bir muç söze gitse deseniz demek ki oğlum bu milletin takdirini hal kılış bizden kolumuzda. Biz özümüzün gücünü salgalamaylı. Bir millet bunu sıktığımızdan biz uyuşaylı, birleşaylı, ittifaklaşaylı, hemkarlaşaylı. O digenlik birbirine kucağına bürüydü. Yat digenlik emez. O vatan bir milletçi bunu üstün. Hem milletle ekilip bir muhabbet eden bilen birlik ulaştan orunu yaptık. Bir yerde, idiyede, kalıpta, bizden gururumuzda vatanın müstakilliğinin ibaret bunda bir yüksek gayipsini birleşsek biz kudu bir öydetken okşayız. Ma bir ustazın şuna digen milletçilik kılıç o milleti kucağına digenlik emezler. O digenlik biz bunlarla badikarlık kılıp çay oynap o bir kata çaylarını oynap birlikte oturup birlikte tamak yesek biz milletçi olan bulmayız. Bir yerdeki gap bizden kalbimiz bir olmak lazım. Biz ilgilenme cıhtap ketken kamsızın. Yani sen yanlış şu gap. Ben yeni bir kıtım tekrarlayayım. Allah bizni yaratmışçı. Bütün kainatını yaratmışçı. Sizce bu 5 kolunu 5 parmağımız ne? Bunda bir kılıp yaratanmaz mı ki? Elbette yaratılır. Bir şey yaratamadı. Özü yaratkan tutsa bizni. Lakin demiş ki 5 parmak mı derdi? Bu 5'i 5 kıl hareket kılıp kam. 5'i 5 kıl hareket. Ama vakti geldi bu jıkılıp bir muş kaynındı. Bunu jıkıdıgan neyse abaya biz davatkan ideolojiye şu. Manada işte hukuk teşkilatı, uçi, buçi de sanaylı. Partiyelerimiz sanaylı. Bu işte 5 hareket tutsun. Ama vakti gelince de buna bir muşurup tutuyoruz. Direkt okudum. Hemen okşaş kişilik kıldı. Milletimiz o teşkilatlar onda yukarı baha koyulmaylı. Onda koyulamagan dikin, koymagan dikin. Ona dikin kopap biz onun diginimizde kılamızda bende köngülümüz yerim bulundu. Her teşkilat özününki hizmetini kıysın. Yani. Kısım koyap bireyli. Şu hizmetini kılanmagan çağda hey senin nizamana namadı ma bakken sen ma aşkanı istikersen lağma eğitimi de kesem gampen sattın kodusun. Yine çoğunum bunların özününki şu dairesi de halk uladın hesap alsın. Bizim halkımız hazır bir adam özü kılanmaydıgan onun nizamlarımız yok nesini halktan sorap şunu bile kapı kapı millet. Onda kapı olsunmaydı. Gibimki kayıtıp gelsem biz abay resimlerini çıkarıp koyduk. Ama bizden Uygurustan Cumhuriyeti ve Uygurustan Cumhuriyetçiler Partisi bizden generalimizden akiyini titiripti. Onunki ofislerine askerlerimiz giydirdiği formlarının layilavatımız mal kütüp çıkını direkt oğlumuz asker kursak halkaralık kanunlar boyunca tüttün vurdu. Bana bu cevabım. Eğer bombaydı deydiğen bir adam olsa bana telefon kısın. Ya ki hazır halkarada Uygurlar asker kursu bombaydıgan kanunun birini tepip hazır bir şey çaplap koysun ben yenilgen bulayım. Bunda iş yok. Yani askeri armiyani kursak buludu.
Elbette. Ofislerler bekliyor asla bulundu. Askeri çiçek bulundu. Müşkül bayrak. Sizinki bu kanuni cihetini oturup koygan bu ispat karakterdeki ilmi materyal asasen qo'llardagi qog'ozni ko'rsatildi. Bu qog'ozning ichidagini biroz asli anlig'im bordi mening. Hayır, ben sizin gitmeden şu Türkmen'den depmedim. Birisi taşkı dünyaya çıkıp İsrail governmentlerini partiyalarını kursu oldu. Bir. Asas kanunlarını tüzdü, saylanlar ettirdi. Rehberlik merkezlerini kursa, partiyalarını kurup kursa, ular a'zo qabul qilsa bo'ladi. Askar kursa ve askar yetişçisi bo'ladi deydigan muşu 5 madde bor. Turib taylar. Xalqarалық ommaviy qonunda. İngilizcesi International Public Law. Saçık baksın emmeyle. Yani partiyenin kol astıda. Meyli partiye olsun, meyli exile government olsun. Hazır bizden bu exile government yani sürgün hükümetindeki ahvali ağ boğan diken hem de bu milletke bir partiye ilgi çıkmak lazım. Yani sürgün hükümetininki bunda Xitayning ciddi hujumu chiqib parçalanib ketishlik sebeplerining birisi armiya qurib olmasligidan ensirganlik bir mesele var mı yok mu sizce? Elbette var. Gerçi ula onu kurumuz dep aşkarı ilan kılmagan bolsun o Xitay men degan kanunu biliglik. Bu millet çok bizkin tapıdı o. Çok bizkin kılıdı o. Ya ki xalqarалық vaziyet özgürüp Xitayni parçalash to'g'ri kelgan chog'da herkes Amerika, Angliya o'zininki etibarlik balalarını apirib bizga uyaga Xitoyni urushtirib qon to'kib bermaydi. Biz to'kamiz o qonni. Eğer biz tökmesek bizden ballarımız töküş mecbur o kanunu. Bunu olan bana da bu inkılap güreş diyen. Yani sürgün hükümetinin içinde uzun yıl hizmet kılıp ne için sürgün hükümetinin içindeki vakitte bu iş armiya kurulmadı? Mesela. Rahmet bu sualınızda şu çağdım batıl iş idiyemende uçardık hazırladım ekınlıktım yaştım ama neymiş kıdı biz iş kılanmadık. Şunun için ben uzun yıl durup yenip çıktım falan. Hiç iş kılanmadık. Sebep? Neymiş kılanmadık. Sebep birincisi ben yerde karar verdiğim yukarı orada turanmadım falan. Ben Adliye Ministri oldum. Taşkı İşler Ministri oldum. Amerika Türk sözcüsü oldum. Rast. Mühim hukuklarını tuttum. Ama fikirlerini yolladık. Onu teslaydıganlar başka. Onun için Mahmudi. Hazır mala meni Uyg'uriston Cumhuriyetler Partiyasini kurup teklif qilganchagida meni qo'ygan shartim burunni nurg'un g'oyalarimni amalga oshiramagan bu qitim mana rasmiy shu qaror belgilaydigan mening fikrlarim to'g'ri bo'lsa oqimni tursanglarmi alim bu vazifani bo'lmasa olmaymi deb oldim. Shuni men hozir buni sizga da'vat qilaman chunki men buni amallashtiralaydi. Burun uni qilolmadim ekan. Uning uchun men boshqalarni ayblab ani qildim amani qildim desam to'g'ri bo'lmaydi chunki men shu hukumatdan chiqib qilolmagan ekan bu ayıp mendimi dağıtkan. Rastçıl olaydı. Onunla millete çıkıp itiretmeyken diken. Ben de daha bu hatalıklar içinde. Kılamadım. Esnekleşip gerekti. Neymiş kadar kılamadım. Acizlik kıldım. Elbette. Allah razı olsun bu şu hatalık o meseleni ben bilmeyim ama şundak ben kılamadım. Dep halkımızdan apo soraş karakterde hatalıkını tanışının özümüne ait çok bir fidakarlık. Çünkü hem teşkilat başlıkları reisler kıp olamaydı bu meseleni. Ama Allah'ın rahmetiyle yakından beri teşkilat reislerimiz bunda hatalıkın tonuş meselelerini obdan üstüge ilip oturdu. Hazır sizligi o generalninki kiyimini keygüzüptü. Resimde hazır çıkarıp koydum. Elbette bu şuar bilen bombaydı. Ya ki ben kılalayman deyiş bilen bombaydı. Ama çokum kılımen deydiğalla çıkış gerek sizligi okşaş. Çünkü halkımız o kadar ihtiyacı var ki hazır şunu oylaydı ki bir lider çıkan bolsa bir kahraman bir kumandan çıkan bolsa da keç gündüz ümit kılıp bazı halkımız bek ümitsizlenip gitti. Mesela mana şu Şarkı Türkistan'ın müstakilliği halkımızın azatlık için armiya kuruş doğrusunda asker kuruş doğrusunda gap kılıvatımız ama şahsen ben bugünkü sohbetininki körülüşününki bek çukur bulmağanlıqdan biraz əfsuslandım. Nima üçün degende halkımız o kadar əfsuslandık, ümitsizlendi ki bu gapning jiqliqida bu gap qilindi ekan, amaliy ish bo'lmaydi ekan degan ideyaga kelib qoldi. Uning uchun sizlardek kishilarningki maydonga chiqib
g'arb madaniyati yoki g'arb falsafasi yoki g'arb amaliy harakati bo'yicha man qila olmayman deydigan o'tgan qatim Bayden degan odam bilan Trump efendi ikkalan man qila olmayman, Amerikani man boshqara olmayman, dunyoni man boshqara olmayman deb do'yliq tushdi. O'zi dedi. Uyg'urlarning ichidanmi mushundaq odamlar chiqish kerak. Man qila olmayman. Men bu ishni vujudga chiqara olmayman deb avval deyish kerak. Uningdan keyin boshdan qilishga tushgan vaqtida xalqimiz ishinib, u vaqtida umidlanadi. Masalan, siz bugun bir qancha gapni qillar, men agar qarindoshlarim mening keynimda turadigan bo'lsa, men buni qila olmayman deb chiqdim. Men buni qila olmayman deylar boy. Uning uchun biz hozir 50% ishimiz inshaalloh. Ertagin bir ishni shundoq qilgan zamat Ablajal Leyl Naman efendim. Shunda bir ishni vujudga keltirgan zamonda 70% ishini xalqimiz. Ikkinchi ishni vujudga keltirgan zaman 90% ishini edi. Uchinchi ishni vujudga keltirib amaliy xizmat kirgan vaqtda madem o'tganda maishni qila olmayman da'vatgan edi, qildi. Allah razı olsun deb bütün xalq uning keyniga o'tdi. Amaliyotda xalqimizda hech gunoh yo'q. Nima uchun deganda xalqimiz reislarning keyinida, tashkilotlarning keyinida tura oladi. Ammo tashkilotlar, reislar xalqimizning keyniga elishda o kadar amaliy xizmatda mencha ojiz gap. Bu mening shaxsiy fikrim. Asl lider, qo'mondan bir ishni qila olsa, xalq avtomatik uning keyniga o'tadi, chunki ehtiyoji bor. Chunki lider va qo'mondan xalq uchun ish qiladi ekan, o'zi uchun ish qilmaydi. Xalqqa manfaat, naf, foyda olib keladi. Xalqqa hurlik, mustaqillik olib keladigan bo'lganligi uchun xalq avtomatik uni izlaydi. Uning uchun men shunday umid qilamanki, Allohdan so'rayman, sizlardek qarindoshlarimizning, akalarimizning, siyosiy rahbarlarning so'ziga amal qilib, qilaman deganini qilishini, amaliy ish qilish bilan xalqning orqasiga olishini va qo'llovchilarni texnik ko'paytirishini, hatto inshaalloh buningga ammaylan amaliy ish qila olsanglar inshaalloh biz har qanday tashkilot rahbarininki, har qanday qo'mondonninki, har qanday generalning orqasida turishga bizning umidimiz bor deb qarayman. Alloh razı olsun. Rahmat. Bu yerda bir nima chiqib oldi, men mana texnikalik bir xatolik chiqib o'tdi, men endi tekshiruvday. Xo'sh. Bundaqda so'z yanilam sizlarda, miyada qarindoshlarimiz savollarni so'rashga boshlabdi. Bo'lsa qarindoshlar ambahirlash knopkasini bossanglar haqsiz, bizni qo'llagan bo'lasizlar. Voy Husayn tajalli yo'qolib ketdi, nada nima uchun ekranga chiqmaydi degan qarindoshlar mush ambahirlash knopkasini bossanglar inshaalloh men sizlardan xursand bo'laman. Biz pek muhim tema bo'lmasa, bundan keyin men ekranga chiqmasligim mumkin. Chunki xalqimiz gapdan pek zerikib ketdi. Gap qilmayli amaliy ish qiladigan temalarni ekranga olib chiqamiz inshaalloh. Shu ambahirlash knopkasini bosinglar va savolinglar bo'lsa, gapinglar bo'lsa, fikr taklifinglar bo'lsa, naq maydonga telefon qilsanglar bo'ladi. Rahmat, so'z sizlarda. Qo'shimcha aniq aytib qo'ydigan gap so'zlar. Siz gapingizdan ayt yaxshi bir nuqtani o'tirib qo'ydingiz. Xalqimizda aybni qo'ysak to'g'ri bo'lmaydi. Men avval deb keldim, bu xalqning ro'yiga, uning g'ururiga tegishga men qarshi deb. Bu yerda sizni hozir o'tirib qo'ygan bir masala aytdim buyum. Shu tashkilot beshini to'g'anlar ana shuni ichida Şonda şu partiya qurilgan chig'ida mening birinchi talabim meni iqtisoddan bekneri tutinglar dedim. Şuna biz bu partiyaning moliya ishxonasi men bilan hech aloqasi yo'q. Mening bir tiyin pulni o'z oldim ishlatishga huquqim yo'q. Lekin biz tashkilotlarni qurdik, xalqimiz hayajon bilan ergashdi, qo'lidan kelishdi, yordamini qildi, lekin biz ularga to'g'ri javob bermadik. Ham beranmayapmiz ilgaridan tortib. Mana manchilik bir narsa bergandan men uni plan to'kini ishlatib tavsiya emas. Biz buni xalqqa vaqt-vaqtida javobini berib, men mana va'da bilan chiqqandim. Buning manchiligini qila oldim, manchiligini qilmadim. Tek bu rostchil bo'lgan bo'lsak, menimcha xalqimiz bizni bunda tashib etmaydi. Hozir siz da'vatsiz bizning bu temimiz gaz shunday kuchli bo'lsa-mu, ko'rgan odamimiz oz deysiz. Men bularga haq beraman. Çünkü ular deydi ki, yana bir quruqdan ketdi, bizni ko'tarib chiqqan o'xshaydi bilsizlar. Bu xalqimizni ümidsizlantirgan yangi biz. Onun uchun mening yana tavsiyalarim
şu teşkilatlar ve dernekler meyli partiya olsun, meyli hükümetkiler olsun, şu hizmet üstü tuğallar bulunmuş iktisadi cihetten bir jırah tutsak, iktisadka arlaşmışsak, biz fakat fikrimizden keyinde tutsak. Mesela ben sizi bir yılın aldıda, iki yılın yakın vakitte bir iş kılıp gelemediğim, bugün bir iş kılıp geldim. İnşallah ben sizi gideceğim armiyanı kılıp, siz yarı çıkmayın aldılarga. Bombası yarı çıkmayın. Bu benim vədim olsun. Biz bu armiyanı kursan tayarlarını kılavatımız. İnşallah bu daim buyursa, Allah buyursa, yakın kelgüsüde ABS'li köygen kiyim bilen yenimga özlerinin forumlarını kiygen adamlarını tutturup ya bir yerden verem bu interveni ya başka bir yerden verem. Çıkılıp sinirlen ben başka şekilde bu da. Kastım birlikte set taşınıp başka bir şekilde görüşüne. Kudayım baksın getkisi. İnşallah. Bir naqmaydan bir qerindişimiz telefon qilib qoldi. Shu qerindishimizningki so'zini anglagandan keyin ardın suhbatni davom qilaylik. Assalomu alaykum. Xo'sh, naqmaydan hozir naqmaydan ulandi ovozlari. Qanday savol, taklif, fikr bo'lsa o'tirib qo'ysa bo'ldi, ovozlari yaxshi kelyapti. Avlajon, so'zlasizlar bo'ladi. Tamam mı? Avlajon, efendim, sizni yaxshi bilamiz. Siz Cumhuriyetçiler Partisi'ni kurup, Şartürk'ün Cumhuriyetçiler Partisi, Uygur'dan Cumhuriyetçiler Partisi'ni kurup yaxshi kıldınız. Rahmet. Bir sual var sorayım. Hoş. Sizinki şu bu nizamnama, ağırkın nişan, məqsədlik, müstəqillik bu nəhayət yaxşı. Biz xalqımızdaki bütün dünyadaki muhalefetdeki ve teşhideki Uygurluğundaki arzu, armını gövdələnən bir nişan oldu bu müstəqillik. Biz hoş olduk. Şu təşkilatın kurğanlığınızı siz şu Amerika'da, onun üstüge şu Amerika parlamentimi yakın mesela. Aşağıya mesela 5 yıllık tuprak, yakımı müstəqillik hakkında parlamentlik görüşüp ularda qanday inkaslar oldu bu şekilde söylep bergen bolsunuz. Vay rahmet. İsminiz ne? Dilidiniz oğay, kendisi baktı. Rahmet, partimizden kurulganlığından hoş öpsüz, nizamlarımızdan hoş öpsüz. Sualınız verilen cevabımız, biz Uyguristan Cumhuriyetçiler Partisi kurulupla biz Aksaray'a işkiyetin vatanımızda besiylangan zimin dep Amerika hükümetinden itiraf kılışı hakkında petition yolladık. Ama Xitay'nın ki vabası tüpeyli halkımız talaq aşkar çıkanmaganlık için gerçi onun imza koyuşla acayip bombası mı? Lakin Aksaray White House'da məxsus bir işxan var. Şu petition'ı qaraydıgan. Aşıdan qarab oturduğun bir işxanın adamları var muayş aldığın. Onun petition'ın sani 152 yetkildi ki lan o otomatik halda şu Aksaray'ınki web saytıga publish yani ilan kılındı. Demek biz bu hafta petition'ı işki kıtır yolladık. Onu dikin yakında yana bu kıtımki erki kırgınçılık yana Xitay Komünist Hakimiyeti'nin vatanımız tüprakını elip verip bu kırgınçılığını halkaralık kanunlar boyunca Amerika'nın erki kırgınçılık dep atışını iltimas kılıp bir petition'ı yolladık. Ondan olsa bu erki kırgınçılık dep atsa nimişkin unçola hayacanlıyız diyen sualga cevap versek bu Amerika hükümeti erki kırgınçılık dep atsa bu halkaralık kelişimnameler ve halkaralık birlik kelgen makullangan nizamla maddeler yüzünden Xitay karşı bir güçlük bir hareket resmi bir hareket etmeyişkin mecbur. Onu toxutuşqa, meyli qaysi şekilde olsun. Şuna biz onu mühim dep sunduk. Hem de ularla görüşüp biz muşu hazır muş çökmeti degen asker kuruş, Amerika'da ofisirler yetiştiriş mekteplerini kuruş. Bu haqda biz davamlıq materyallarını sunup turvatımız, yollap turvatımız. Bazı bir mühim adamlarla görüşüp turvatımız. Ama biz de ötüp ketkendek bu Amerika'nınki hükümeti olsun, meyli başka demokratik devletler olsun. Bizden bunda bir asker kuruş, Xitay karşı uruş kılıştın başlatmaslık, davanı küreşke inkılap aylandırış, bu zimin ihtilaf davalarımızı anlaydıganlar bu hükümetin açıda başka şehre gedemlendi. Çünkü
bu devletden, her bir devletden siyaseti var. Ular Xitayning quruqlikni bilib turish nizomnomasiga qo'l qo'ygan. Bu devletler taki Xitay parçalanmaguncha o Xitayni bir bütün devlet deb qaraydi. Onun için bular bevosita bizning savollarımızga oshkor javob berolmaydi. Lekin biz bir yo'llar bilan biz o'zimizga muvofiq javob beradigan odamlar bilan ko'rishyapmiz. Shu abaytdan biz Hüseyincan efendimga va'da berdik. Xudoyim bir yaqin kelgusida inshaalloh sizning savollaringizga javoblarimizni amaliy hayotimizda berishga Alloh bizga kuch qudrat bersin. Yo'llarimizni o'ng qilsin, oq qilsin. Xudoyim bir sizning savolingizga bo'zi bugunli javob berib, ajoyib hayajonlantirsam belki yaxshi bo'lardi. Ama yağanlardan sizga bir narsani deb sizga bir xato umid berib qo'ygan yo'q. Ammo yaqin kelgusida siz buning javobini belki Hüseyincan kendisimiz ko'rsatgan uniformlar ve yeninde turgan başka hizmetlerim bilan birlikte sizge bu savolingizga cho'qim javob beramiz inshaalloh. Rahmat. Allah razı olsun. Siz şu o'zingizning bir qisqacha kimligingizni deb etsangiz, ondan keyin boshqa gap so'zingizni anglaylik. Siz o'zlarining kimliklarini bir deb etsizlar, abay so'rashni unutib qolibdimi? Ben de Gollandiyadan Tuzincan. Ha, rahmat. Boshqa savol bormi, tugdimi? İkinci sual var. Xo'sh. Tamam. Davom qilasizmi? İkinci sual, bayatım dedim, Allah'can program bu teşkilatındaki nişanı, məqsədi, xalqımızın razılarlıqla xoşal qılıdı. Amerika'da yine Uyghur Erkek Teşkilatı var, Dünya Avrupalı'daki tarmak şansı var, mesela Ömer Kanaat Katırlı'nın var. Ondan başka Amerika Parlamenti hizmet baskan işki Uygurlu var. Uygurlu'na mühim adamlar işler de olayımız mesela. Allah'canın bu teşkilatı ki bu şu azı degende bu işte parlak nişanını o teşkilatlarımı kollap, yaxşı qıldığınız yapıda kollap, hemkarlık ortuldu mu, hemkarlık var mı? Ular kolladı mı, ya ki ular üzünçlü kılıqlı? Allah'can üzün teşkilatının üzünçlü kılıqlı, bana ayrı iş kılıqlı çekildi mi? Ya hemkarlıkın var mı? Bu şartlı bir cevap veren bozsunuz. Olur, rahmet sizge. Rahmet Hüseyincan. Siz degende hazır bu Amerika'da bir neçe teşkilatlarda bularning bazıları bizden küçük, bazıları mendimetlik. Bular bilan bizning nayeti chiroyli salam saatlerimiz, nayeti yaxshi bir ijtimoiy aloqamiz bor. Shuning uchun şu 10. ayning partiyamiz qurilgandan keyin o'tkazilgan namoyishlarda shu 10. ayning 1. kunisini baxtga qarshi Amerikada 2-3 yerda namoyish etib berildi. Aslında bu musbilatdi. Yani ben bu şu partiyanın ki vekili bunu sıftı bilen amalsız ben her 3 yerdeki namayışga katlaştım. Hem katlaştım. Berip ötüp ataytan berip katlaşıp her bir sizin çaylık al sonra kayıtıp geldim. Yani direkt yoğunumuz biz abay yukarıda dep ötüp kettik. Anladığınız mı getirsincan biz teşkilatlara özlerinin ki hizmet kılış dairesinde muamele kılıp ularning qo'ldan kelgan hareketlerini talep qilib erish huquqimiz var milletning bizning shundoq. Biz nayt hamkorlashamiz, ammo ularni hozircha bizni oshkora qo'llashga ular texi o'tirib chiqib oshkora qo'llamadi. Menimcha yaqin kelgusida ham qo'llamaydi. Sababi nizomnomamizni angladingiz. Bizning nizomnomamiz bir qadar kuchlik. U deganlik ularni deyolmaydi deganlik emas. Ular hozircha demidi. Şuna ulanınki nizamnaması olacak, belki bizninkide bir güçlük nizamnaması var, bir teşkilatını, belki ulan partiyani, belki ulan teşkilatının hazır kollaşka amalsız buluşu mümkün. Ben ulanın hiç rencimeyim. Bu digellik, ulanın kalbi, vücudu bizimle birlikte digellik, emez. Ulanın mı, şu vatanını azat kılış, müstakil kılış, halkımızı hür, azat, müstakil yaşatış arzusu var. Şunun için ulanın kolunun gelişecek inşallah gösterdi. Ama hazır emas, belki xeyli yaqingacha bundan texmi bu qo'llanmasligi mumkin. Chunki biz vaqtni o'tishi bilan biz ulardan texmi jiroqlashimiz. O deganim jiroqlashimizda bizlarga bir ziddiyat emas, harakatlarimiz jiroqlashidir. Ular yana o'zlariniki nizomnoma bo'yicha ishlarni Washington atrofida qilaverdi. Balki biz chiqishimiz mumkin jiroqlarga, ketishimiz mumkin boshqa yoqlarga. O deganlik biz bulardan qalbimiz, jildizimiz og'irlaganlik emas. Hammamiz bir millatning o'rtaq
menfaati ortak müstakillik için kuraş kılatımız. Şuna demek çoğunun ular hazırcı kollashqa texi resmi şekilde kollab oturga çıkmadı ve yakın kelipsizde kollaşını işenmeymen. Bunu dikin teximi şundak. O digenin kollaş digenin resmi bir official şekilde dokument çıkarıp biz Uyguristan Cumhuriyetçilik Partisi'ni manda teşkilat buruştumuzdan resmi halda kollayımız, himaye kılımız, birlikte işleyimiz diyen dersini menimce hazır ola çıkış kalmalısınız hem çıkaramaydı. Şunun için biz aday ben üzen belgen halkın ügetken formula boyunca ben ular kılanmaydıgan bir işini kılmadan dep ularni kıyılma kılmayman. Hem ulardan rencimeyman. Ama inşallah yakın kelgüsüde hemimizden bardığa yerimiz bir. Bu bozumu aşı biz müstakilliğini eslik keltürmeye çoğulan aşı anı tuprak. Hemimizden neyle kaysı yolundan baraylı bazılarımız ayrıklandı barımız, bazılarımız işe karodu barımız, bazılarımız piyadı barımız. Kaysı yolundan mansak manaylı bizden bardığan hal kıldığan meselemiz bir. İnşallah yakın kelgüsü çokum biz vatanda bulavla uçuruşumuz. Allah razı olsun. Rahmet. Tusunca efendim eğer sualınız tüken bozum şehirde telefonunu tapayım. Rahmet. En ahırki sualınız neyse oturup Oldu. Buyursun. Ahırki sualım Ablacan xalqara qonun o'qigan, qonunni yaxshi biladi. Bundan 6 yıl oldu mu şu hukuk davasını rivojlantirilib o'sha mevatqanda bizimki Uyghur davası ki yıldız'a toprak davası, zemin davası, bu müstakillik davasıdır deb o'sha temada chiqib so'zlab xalqimizning kallasini ochgan, nurg'unlikni ijmal nuqtini oydinlashtirgan. Yakında Dünya Uyghur Kurultayı Uyghur Sot Kollegiyasini kurdu, hazırladı. Bunu da dünya devletlerine ittifaklaşıp Uyghur tarafı turuş, onu da bir tekşiriş yaptırıp Kudaylık Teftiş Bekimizinin işini mi? Okşaşılığı, tekşiriş güçü yüzü kılıdığın kararını yüzü hüküm çıkırdığın ahırda. Bu arkalık Uyghur meselesiyle bir yardım bırdıgan bir yaxşı bir işaretlerini verdi. Ben öyle kaldım. Oldun katımda G'ulam Osman Yag'ma Efendi xalqaro sotqanmish Gollandiyani Denpaqdagi xalqaro sotda iltimos arz sungan qonun tartibi bo'yicha advokatlarga topshirdi. Endi bu Denpaqdagi xalqaro sot Kosovoga o'xshash ilgari mustaqil bo'lgan davlatlarniki ilgari erki qirg'inchilik qilib qolgan prezidentlarni jazolab, hatto mustaqillik hukm e'lon qilgan kuchi bor buning. Endi bu dunyo urg'untiyi Xitoy bu xalqaro sot tizimligi bo'lmag'achda ziyorat qilinmoqda deb Londondagi Uyg'ur sot kollegiyasi deb yanada quribdi. Bu Uyg'ur sot kollegiyasining kuchi shu Denpaqdagi xalqaro sotniki kuchiga o'xshashmi? Oxirida hakikaten shu qarab chiqib Xi Jinping qatoridagi Uyg'urga qirg'inchilik qilgan jinoyatlarni belgilaydigan kuchi bormi yo'q? Mushaqda Avlaja efendim qonun yaptırganki mushaqda bir so'zlab bergan bo'lsin. Bo'ldi, rahmat sizga. Rahmet. Bu menimki bu şu Çetel'de xalqaro qonun o'qishdagi o'zimning uzun yillik orzusi buni uzun yillarni amalga oshirishimiz deb men nurg'un nutqlarni so'zlab Xitoylarni xalqaro jinoiy ishlar sotiga berish bu orqali nimaga yetalaymiz Yevropadagi sotlarga berish bu yerda birdan bir masala bu Xitoy Komünist hakimiyeti bu Birleşken Xalqaro Jinoiy ishlar sotiga a'zo davlat emas. Lekin uningla bilan bularning ustidan da'vo etishga bo'lmamda albatta bo'ladi. Endi ular da'vo ochgandan keyin ularni shu sud hukmini chiqarib berib, ularni tutib akirib jazolamanda menimcha yo'q. Balkim chet elga chiqsa, chiqib qolsa tutilishi mumkin. Ammo u Xitoydagi bir muntazam askari va bir davlatga bular berib, ularni tutib akirib bunda xalqaro sudni texnik ijro qilish iqtidori yo'q. Ama bizde o'tib ketdik. Bu hatta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yo'q bu iqtidor. Bu resolution chiqaralaydi, ama onu enforce yani onu emniyleştiremeydi. Bu cihette acizliği var. Şuna sizin sualınızı berdiğin cevabım bu ikili hareketlerin ilip verilişi birbirine karşı dep qaramaylı. Xalqaro Jinoiy ishlar sotiga berilgan davomni o'z yo'lida mengaversin. Yevropaga berilganini o'z yo'lida mengaversin. Bular hiç birbirisiga ziyon soldigan bir narsa emas. Xuddi bir tashkilot qilgandan keyin majim turibdi-chu, ma qilgandan keyin ajim turibdi-chu degan qarash kelib qolsak, biz xatolashimiz. Biz abay deganimizdek
her kandak teşkilatla belki bir şahıs mı çıkıp özü dava içilmesin. Teşkilatlar tıkım şu. Şuna biz bulup mu şunda bir kanuni meselelerde biz benim verdiğim bir advice yani bir halkıma verdiğim bir mesleğim ve fikrim bana şunda nazik meseleler kelgende biz bilmegenini bilmeyme deyişini uygulayır bu bir ahlak. Bizden millette bir eğer hatalıkını gördüm o mendimi bağ bir adam bizden bir narsani sorsa numus kılıp ben mani Amerika'da 20 tuğandıkken bilmeyim desem mağdaş neymiş kıkanı diye dep kalmışsın dep ya Allah'ın bir narsani tokup çıktım cevap verirken bizde kudu biz anında cevap vermişsek biz dötüp kalırdık. Onda kılmayla bu bir dötlük eski. Ona göre biz koyunu kasap ölü soyusun deptiken biz her sahadaki Uygur ziyalarımız yetişiyordu. Biz kaç saat suallarımız olsa Menekçe şu sahadik adamlardan sonra mesleğet edip biz doğru bir yekün çıkaraydı. Şu çağda mesela hazır siz bende bu sualı sordunuz. Mene bildiren cevabım dünya bizdeki teşkilatlarımız tarafından Avrupa'ya verilgen dava bilen halkaralık Cinayi İşler Sutu'ya verilgen dava birisini toluklaydı ki herkes birbirine ziyaret sanmaydı. Hiç şüpheniz olmasın. Bunlara koyup durarlar. Kazık kısın. Bu olsa yardım kılayla arkada durup. Mesela ben Şarkı Türkistan, Uyguristan Müstakillik Hareket Teşkilatı'nın reisi koşunca biz şu teşkilat nameden biz ciddi karar edip bu Halkaralık Cinayi İşler Sutu'ya verilgen bu davanı kollaş hakkında biz bilişimçe 70.000 eurodan çıkarak pulunu yıkıp biz tapşırdık. Ben mesul olan şu teşkilatları yıkıp. Demek ki oğlum bu işini uzun yıllardan benim kılıç arzuyum battı. Başkalar kıptı. Onunla kılan ben opla, men kıldığanın ma kıptı. Yani bunun abroyu iş gider mi? Dep hesap kısak, uçakta biz milletçi olmayız. Bir adamga milletçi de baha veriş doğru gelse, o vatan milletinin menfaatini kelgen çağda barlık ziddiyetlerini, barlık aşı uşak hareketlerinden hemmini unutup, hiçimiz bir mezgil. Vatan milletin menfaati için hemmini unutup birlikte iş kılalıysa o milletçi, bu milletçi koyduğun baha bu. Şunun için biz bu davada Türk teşkilatlar ve şahslar ve onunla karab duruyotgan keng halk ommasının müşte meselelerde biz nayeti yaxşı bir intelijent yani bir seviyelik bir ilmi halde xulas çıkarsak. Gücümüz yetmese bilim ehlilerden soraylı. Mesela benim bir cevabım bu işkilisi nayet doğru işini kıldı. Her işkilisiyle kolumuzdan gelirse yardımımızda kılaylı. Düşmanın çetini kimdi kim bir tal yürüdüken o bizden kahramanımız. Mana bu bizden bir cevabımız. Onu bir çangal jurmapsa oldan kelgen Xitoy o'qadiki nimishqa bir aql tasdiqlab etmeden onu deb yana onun qo'ng'it etmaymiz. Bitta chechini julalagan bo'lsa-mu, ashun bizning qahramonimiz. Direkchi o'g'lim, dushmanga qaysi jihatdan qanchalik zarb berishimizdan qat'iy nazar zarbini berib ekanmiz ular bizning qarindishimiz. Biz shuna har qanday tashkilot va shaxslarla ittifoqlashishga har zaman tayyormiz. Agar u millatini sotmagan, vataniga xayrlik qilmagan bo'lsa. Allah razı olsun. Rahmet cevap vere aldım mı ki sualınıza geldim. Rahmet men telefonla abay koşuluşup takadım ama hazır naq meydandan anladı sizin cevaplarını. Hoş. Ondaqda men sualımni so'rashga başlayayım. Başka sual bakırında şu naq meydandan telefon qilsa bo'ladi. Hoş. Yani Avrupa'da hem bir yıl mabeynida qurolliq armiya yoki milliy armiya nomida o'tgan qitim biz milliy armiya deb atadik uni. Bir programmamizda men işte atagan qanchalik to'g'ri xatolik masalasida kim biz o'zimiz paranglashdik. Uyg'ur armiyasini tashkillash ovozi chiqqan va yoki bundan keyin chiqib qilishi mumkin. Bunda avval aslida chunki bizning tashkilotlarimiz va Uyg'urlarning ichida bir masala bor ekan. Bir ishni qilmaydi ekanmiz, qilgandan keyin uni doğrab chiqadigan bir alaydilik bor ekanda. Mush tashviqot sohasida naq maydon nimasini hech qanday yerda yo'q vaqtda studiyamiz qildi. Undan keyin nurg'un studiyalar chiqdi. Yana boshqa yangi ishlar bo'ldi. Undan keyin ham yana yangi ishlar chiqdi. Bu bir yaxshi avval, ammo
Uyghur armiyasini siz bugungi kunda o'tirib qo'yib qurmayman yoki bizning tashkilot biz buni ma'lum qonuniy qo'limizda isbotlarni tayyorlayapmiz, hukumatga sunduq va sunish oldida turyapmiz. Turkiya bilan boshqa davlatlar bilan diplomatik shaklda bir munosabat o'rnatishga tirishayapmiz va borib ko'rishdik. Dilabay. Shunday havolasida Yevropada bunday bir Uyg'ur armiyasi tashkillansa yoki boshqa bir qarshi tarafdagi tashkilot bunday bir armiyani tashkillab qolsa birlashamizlar yoki ikki armiya ikki xil maqsad asl maqsad bir ammo ikki xil yerda tashkillansa qanday bo'ldi? Buning pozitivlari qanday bo'ldi? Rahmat, ben sualına mühim sualken endi bu Xudoyim saqlasin bunlar armiya bo'linib ketib qolsa, bular odatdagi tashkilotlar bo'linganda bo'linmaydi. Bu bechatak bo'linish oldu. Ama bizimki prinsipimiz şu şahsen benim. Eğer biz bu xalqaro qonunlarga uygun halda bu bizimki armiyanın atagan ismimiz Uyghur Müstakillik Armiyasi deb atadik biz. Şu isimni qo'ydik. Direkt isimni biz kelishaymiz. Eğer başka bir teşkilat yoki shaxslar ular bizden mi ilg'or, bizden mi tez şekilde bir armiya qurish bir planda o'tirib qo'yib bizni qoyil qilsa, biz qanchalik tayyorligimiz bo'lgan bo'lsa, shunchalikini shularga berib biz hamkorlashamiz. Cho'qim agar ularning haqiqiy nishoni bizniki bilan o'xshash bo'lsa, biz cho'qim ishimizki bu armiya qurilsa, Uyghur Müstakillik Armiyasi qurilsa yoki Uyg'uriston Mustaqillik Armiyasi deylik. Uyg'uriston Mustaqillik Armiyasini qursak, u holda kimdi kim qursin, yana bir Turkiston Mustaqillik Armiyasi deb qursin. Mayli kim qurishidan qat'iy nazar bu armiya cho'qim birlashligi lozim. Buni bo'lishga qat'iy bo'lmaydi. Bu rasmiy millat uchun qilingan eng cho'ng xiyonat bo'ladi agar bunga kimdi kim putlasa. Shaxsan men bunday bir isil harakatga putlashmayman. Qo'limizdan kelishcha biz yordamimizni qilib birlikda buni amalga oshirishga tirishamiz. Ama bundan şüpheniz olmasın bu meselede yana bir top kişiler yoki jamiyatlar tez arada hareket qilib bunday bir narsani qurib chiqsa albatta olqishlaymiz va qo'limizdan kelishcha iqtisodiy, moddiy va ma'naviy jihatlardan butunlay qo'limizda bor yordamning hech qaysini oyoq qolmay ularga topshiramiz. Yoki ular bizga topshirdi. Evet, doğru. Yani mesele kimning qurishida emas, kimning buni qila olishida demoqchisiz. Kim qila olsa, yani sizlar qila olsanglar, sizlarga topshirish lozim. Ular qila olsa, sizlar ular ketilib ketisizlar va yoki qo'llaysizlar. Yani sizning tushunchangizdda cho'qim birlam davlat armiyasi bo'lish kerak degan tushunchamisiz? Hozirgi ahvolda bizga cho'qim bir bo'lish kerak hozircha. Hozir amalimiz yo'q zaten bunga. Unda qilmaymi? Shuni qilish majbur biz. Çünkü hozirgi bu tashkilotlarimiz bir necha parchalanib ketsa, ko'tarayligimiz bilan ikki tal askarimizni ikkiga parchalanib ketib, biz uni ko'tarolmaymiz. Bizga yomon eg'ir ziyon keltirib chiqadi. Menimcha, yani siyosiy xatolik yuz berdi demoqchisiz. Albatta. Yani çünkü bu oyliq reallikqa qaraydigan bo'lsak, mayli payg'ambarning zamonida bo'lsin, mayli tarixdan keyingi Uyg'ur podsho yoki Uyg'ur hokimiyatlar davrida bo'lsin, xalq ichidan chiqqan qo'shinlarda bir qancha yerdan chiqish ehtimoli yomon ko'p bo'lgan ekanda. Bunda avvaldan qochib qutulg'olmaydi. Albatta tashkilotlar yoki armiya qurilsa bir qarshi chiqadigan ish aslında bo'lmaslik kerak edi, ammo buning Xitoy aralashuvdi masalan sizlar bu armiyani tashkillagan kundan tortib Xitoy buning ichiga o'zining odamlarini, jasuslarini soladi, iqtisodini soladi, xotin qizlarini soladi. Har xil amal bilan buni parchalashga, bir-biriga dushman qilishga tirishadi. Shuning uchun Yevropada bir Uyg'ur armiyasi qurilib qolsa, albatta bu Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi qurgan qurolliq armiyaga qarshi narsa emas aslında. Fakat keyingi zamanda Xitoy bir-biriga qarshi holaat shakllantirib qo'yishdan oldini olish uchun. Çünkü benim bunu soruşumda ben bunu anladım, bildim. Onun için soravatımı. Hem haqliq deb qarayman. Cho'qimla Uyg'urning armiyasini
Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi qurish kerak deb qaramayman. Ammo Uyg'urlar qursin, kim buni qila oladi? Kim boshqara oladi? Kim buning liderlik, qo'mondonlik sistemasini, ya'ni qobiliyatini ishga sola oladi? Albatta shu ustida. Kim qila olsa, xalq uning keyindan, askar uning keyindan mangli deb qarayman. Buning uchun men bu savolni so'radim. Ammo bek yaxshi javob oldim. Haqiqatan esil javob oldim. Ya'ni kim qila olsa, u qilish kerak. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi qila olsa, u qilish kerak. Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi qila olsa, u qilish kerak. Ammo kim qila oladi buni? Haqiqiy iqtidor, kuch kimda degan masala. Rahmat. Bunun qo'shimcha qilib qo'y, Hüseyincan efendim, bu bir intayin nazuk, qiyin bir ish biz davatgan bu ish. Eg'izni degan bilan asan bo'lgan bilan bu nurg'un dialoglar, nurg'un ko'rishishlar, nurg'un diplomatik yo'llar, ko'p shakllarni, jarayonlarni besib o'tadi. Onun uchun men davat etamanki, kim bu Armeniya g'albilik qura olsa, u bizning qo'mondonimiz. Mayli men bo'lay va yoki boshqasi bo'lsin. Ammo mening birdan bir umidim, bizning bunga ehtiyojimiz var. Jamiyatning vaziyatining taqozosi, millatning birdan bir orzusi bu. Ammo ishni qarabaqqa bu bir fantazi, hatta kino ko'rayotgandek, ma'adabning davatganda aqmaydigan bir gapni qilib davatganlar bo'lishi mumkin. Ama bu insan bir narsani qilaman deb chin ko'nglidan, chin vujudidan, chin qalbidan ishinib bir to'g'ri yo'lga borsa, u hech qachon yolg'iz emas. Uning keyinida qudratlik Alloh va uning va'dasi bor. Ben to'g'ri yo'lda, haq yo'lda borganlarning keyindadir. U farishtalarning va'didir. Farishtalar deganim belki o'tpaq yo'lga kelib osmondan tushirsa mumkin. Mushu millatimizning ichidagi qo'shinlarni shularning quloqlariga pichirlab, Allohning va'dasi shu. Agar biz biridan to'g'ri bo'lsa, to'g'ri yo'lda bo'lsa, u farishtalarning xalqning quloqiga pichirlab, bizning atrofimizga o'zining haqiqiy ishongan, vatanparvar, qurbon berishdan qo'rqmaydigan, şehit bo'lishni sharaf deb biladigan aziz vatandoshlarimizni to'plab berish Allohga intayin oson. Ama onun uchun sabab qilmagimiz lozim. Biz mana bu qilayotganlarimiz bir inson bo'larak bizning sabablarimiz. Ammo g'alaba Allohga mansub, biz sabab qiluvchilar, biz kurash qiluvchilar. Onun uchun biz bu kurashni boshlatmaymiz. Endi tarixda nurg'un misollar bor, men to'xtamsam bu. Qanday millatlar, qanday askar qurdi, qanday yo'qlikdan bog'liq keldi. Mesela biz partiya qursak, bizni mazaq qilganlar bor. Hacıva Mao degan Xitoy abstikpaga yetdik. Xayriki tush qo'llab o'tirib, 7-8 Xitoy birlashib bir partiyani qurib, bugünkidek bir kuchlik bir butun dunyoga vahim soldigan bir hokimiyatni bir manqi Xitoy quroli deyiyor. Mening uningdan severim üstünki meni. U chetga chiqmanda 25 yil turib, xalqaro qonun o'qimagan u. Uning fikri dazibo bilan shilimda tamg'a shilim bilan dazibo yasab teşviqat qilgan bo'lsa, biz bir kuni besib qolib sizlar o'tiribdik, necha ming odamni ko'rsatib, u Xitoyning qo'lida bunda teşviqat degan hech yo'qdi. Hozir men Mao Zedongdan ustun demoqchisiz, haqliq yana gapimiz. O Mao Zedongga bizning iloga tilimizga tegmas, chunki u bir bekatdan çalışıp bitgan bir yüksek nima o? Biz bakalım, vatanda bu Raurs o'qib, chetdan ismi xalqaradan o'qidik. Mendan chiqib o'qiganlarimiz bor Uyg'urlarning ichida. Bizning yurishtirimiz, chiroyimiz, menishtirishimiz ki bizga u 1000 yildan yetenmaydi. Ama o bir o'g'ri o bir o'g'ri. Şu bir tush qo'llab o'tirib, yig'ilashga 7 Xitoyning ishini 70 yildan yig'i ichiyapmiz. Biz qilinmayapmiz. Mao Zedong partiyaning boshlig'i bo'ldi yoki jangga qo'mondonlik qildi, men nima ish qilolmayman demoqchisiz. Yani nima uchun men uning o'rnida İşim manqa aşsa, mana deyasiz to'g'ridan. İşim manqa Xitoy aş seviyasini qiladi deyiyor. Şu vaqtning o'zida men bugünkidek bütün media taraqqiy qilgan, bütün dunyo 21-asrga qadam qo'ygan. Ha? Mana shunday vaqtda chet elda o'qigan bir odamman, men nima ish qilamoqdakman?
Ama bir yerde beni kıldırış için halkım bana egeşmek lazım. Halkımla egeşmek için ben bir iş kılmağım lazım. Kurak yaptı sizlere de bu millet öyle oldu. Ben bu da resmi hareketim alkılıp onadaki bu da tek gün bana egeştiğinlerini ben tallaydıgan bunu be. Alırım egeştiğinlerini bunu bilen. Eğer bu milletim şunda esil ki benim, eğer ben hakiki bir işlik çıksam, işini ben ki bula, sizden müşriketin yeni bir kıtın biz müşrike interview kılanda partiler kıtında sizden bu Facebook'lara çıkan. Eğer ben iş kılsam, aşık müşrike uniformunu giyip, yeni bir yana birkaç uniformlu adamlarını çıkıp, ben öyle demez, başka bir yerde tutup bir sözleyin sizge. O çağda kölen kaçlık eden gördük ki bizden. Medyarımızı. Ben bunu da kılmak için. Şunu kılmak için size gelip görüşmek lazım. İsa'nız dostum, ben şunu kılmak için beni hiç izlemem, ben de sizin izlemem efendim. Yani hiç tüküremem. Ya zıdışıp durayım da kılmayın. Ya ma medyada, özel sürüştürümüz. Medyaramızga çıkmay turumuz. Nahayet kızık gep oldu. Yani acayip bir doğru gepini deyişiyotimiz hazırca. Aş mavzudun bir oğru Xitay şu partiyani kurup, işlarni qilsa, haq ishendi. Biz qilsak nima uchun haq ishendi? Bu yerda bir kasallik bormi qandaq? Yani hozir deyishyapmiz-da, ammo ertaga men chunki ikkinchi savolim bu yerda bo'ladi. Nurg'un tashkilotlar va shaxslar sizga qarshi chiqishi mumkin. Uning uchun yani mavzudan qarshi chiqmadi, nima uchun sizga qarshi chiqdi? Yani bu yerda bir ruhiy kasallik bormi, hasadmi? yoki nima bu? Buni nima deb tushundirish lozim? Yani meniki yarı bir narsani sen milletinin ko'ngli tiydigan gapni qilg'im yo'q deb yana qilib solma. Ya haqorat qilmasdilar, millatni mu tanqid qilsak, buningda masala yo'q. Yani milletni haqorat qilishga qarshi men o'zimning Uyg'urligimdan, Uyg'ur millatining bolasi bo'lganligimdan ben quvvatli faxrlanman, hayron qolgan faxrlanman. Musulmon bo'lganimdan texmo. Endi mena demoqchi o'g'lim bunda. Bu yerda yani misal tariqisi dedim. Abay siz bir gapda bitib ketdingiz, teşviqat. Bu teşviqat intayin muhim narsa bu. Ama teşviqatda bo'lish kerak. Bu teşviqatning emniyetli iş kerak. Ben size bir misal keltireyim. Bizning bolalarimiz mayli qaysi şekilde bo'lsin Suriyaga ketib qon to'kaladi. Uni ba'zilarimiz Xitoy chiqarib etdi, ba'zilarimiz Xitoy nima qilsin shu bolalarimiz qon to'kdi. Demak, bizning kahraman yigitlardan hech xiyolimiz yo'q. Fakat shularni haqiqiy to'g'ri yo'lga boshlaydigan, ularga kiyim-kechkini yarashtirib kiydiradigan, ularning turadigan, manadigan yerni ko'rsatadigan, navigate ularni to'g'ri yo'lga boshlaydigan bir narsa kerak ularga. Ular meni izlaylik, men ularni izlaylik. İnşallah bir kun siz uchrashishimiz bilan ham uchrashyapman. Yaxshi falanlashyapman ular bilan. Men yaqin dastlab beradigan qo'sh xabarim bor. Shunga men o'zim onasiga Qashqarlik bo'lganim bilan G'uldidi cho'g'ilgan jiqaloq gap qilaysam, men G'uldini qo'g'ash quvvat dedi ha. Shunga mushuslik gap turay. Emin hareketim bilan kelay oldingizga. Meni jiqadan so'rab ketdi, sen onang nalik, dadang nalik, men böyle parkda chiqqan, yurtqadoshiga yurib qo'yib, chapanni tuxumdan chiqqan cho'ja emas. Mening ota-onam bor. Bo'lganda Raurus qo'ral ko'tarib kurash qilgan, opam ot minib qilich chopgan bir askarning bolasiman. İsmi Leyliqon. Shunga men o'zimni apamның tarbiyasi cho'ng'ashqa, o'zimni Ablajon Leylinaman deyishim, apamning ismi Leyliqon. Shunga men yozishlik shug'ulda shoir bo'lg'achqa, haqlar o'zi yutmaki, sakkaki, Farabi, Tarabi deb ism qo'yildi. Men nimishqa Leyliqson bo'lmaydi-ku. Shu japonda apamni deb, men o'zimni Ablajon Leylinaman deb atagan. Buningdan bir so'yinima. U men uchun bir ayb bo'ldi. Tilkamiga abla la deb bundan chiqib ketmay. Bu hatta millat ishqildan chiqdikmi? Men sizga bir va'da berayim. Hüseyin Cantıkan, biz mi bu yolga çıkan adam birini unutup kalmışsın? Ya ailemizin işini kılıp öyle yataylı, ya ki vatan millete hizmet kılımdan çıkan o kimliğini yok atkan buluyordu çok. O ne? Hemen de batırlar çok oku var. Onu ben size gözü götürdük. Neydi kısın, ruhsat, şahsen bana. Yani ama ben bu düşmanını şunda yaş görmen ki bu benim biliyim, bu benim eyligim. Bu mening bekaga yordam beradigan, menga maslahat beradigan danishmanlarim. Men dushmanlarni bundan to'layman. Men ulardan ayrilib qolsam, men oziman. Qilsin. Yatvarigimni chiqarayotsin. Bu yo'lni tanlagan men bo'lgandan keyin menga oz bu. Ko'tarishim kerak. Demokratiyaga ham tatliq, ham chidigi bo'lmaydigan ochiq narsa.
Bunun içinde kalırsa ben öyle oturup bana dediniz. Bazı teşkilatlar çıkıp sizin tıllışı mümkün de. Ne mi kısıksın tutam? En hoş olduğum nersem, ular beni kan çıkıp tıllısa, benim şunçilik iş kılıp kalırım. Ularning tillamagan kuni meni to'xtab qolganligim shu. Yani düşmanlar sizga jasorat berdi. Albatta, ularni aralab qolsak tugayman. Ben shularni yashaymikan. Unda sizni jiqroq tanqidlasak bo'ldi ekanda. Albatta, ben hoşum tutmayman. Tanqidlanglar. Lekin imkon bor. Bekda achig'im keldi. Bular ahvolga qarab bir pakitlab tanqidlanglar. Bikadim katlab ketmay. Bunda shaxsiyatimga tegmay, oilamga tegmay. Chiroyli tanqidlasanglar ruxsat. Biroq bizda ba'zi tashkilotchilarimiz bizdan olinmaymiz, urug' tuqqanlarimizdan gapini qilgan ko'ngilga keldik adamni o'g'li bo'lib olgandikicha. Mana bir hadis qo'yapti. Vatanni ozod qilma deydi. Onangni tillagan odam gap qilolmabsan degan hijr oldim. Tas qoldim men tillab ketdilar. To'xtana bo'ldi. Vatan millatlar ishidan chiqqandan keyin chiday dedim. Ba'zi egri keldik ham inson bo'lgandan keyin odamga. Lekin shundaqmi? Meni butkul shu tashqi dunyoda vatan millat uchun xizmat qilayotgan barliq vatandosh qarindoshlarimga berilgan birdan bir nasihatim ve teklifim biz bu kurash inqilab chiqqanmiz xalqning qanchalik tanqidlab qanchalik haqoratlashiga chidaydi. Chidamasak chiroyli bu xizmatdan voz kechib uyga dam olaydi. Qonundan so'ramaydi. Ba'zilarga mintillab ketdi. Qonunga arzu qilinmaysa mana bir deb qo'y oqmaydi ekan. Mana sizningki degan deb qo'yay. Bir odam o'zining oilasidan boshqa bir teşkilatga, bir grupka vekillik kılınan diyen günden tartib şahsi kimligini yok atkan buludu. Bazılar deydiken, beni tırlap ket, sot gazı kıldık. Vay, biz kılanmayız o erzine. Yağan o. Sot bizden erzimizi kubul kılmayız. Deydi ki, sen bu grupta vekillik kılgamda zeylet. Onda o tırlaş hakkı var. Bana çıkıyor. Sen normal edemezken sen. Bir işini kıl ya istifa deydi. Bana bir ağlap kalsın kalıkın. Biz ne kancılık kılsanlar bizler sotku veremeyiz. Hiç korkmanlar. Hiç korkmamalı deb sizlar hamda tashkilot boshliqlarini tillab ketmasin xalqimiz. Ya'ni tashkilot boshliqlari dikkatini tillamay da bir o'zimiz ilmiy shu qilayotgan harakatimiz abay biz degandek biz qilolmaydigan bir narsani qilmadan deb tillamay abay biz degandek birinchi o'ylab qilgan ishi xalqimizning bugun hammalar nizomnomalarni dunyoga uyg'urcha jakalanglar o'qiyli shu bo'yicha talab qo'yaylik desin onadan keyin shuni qilolmagan chog'da tillasin. Yoki tanqidlasin biz uni tayyor shaxsan men. Yani demek asli bu teşkilat başlıkları deyildiğin gapçı bu. Mesela rehberlerini xalq tanqid qilgan vaqtida rahbarlar chidamli bo'lishi kerak demakchi. Chidamli bo'lmam amali yo'q. Ba'zi dedim bu sotq arzi qilsa ahmaydigan tursa. Albatta xalqni tashkilot rahbarlarini qanchalik tillasanglar bo'ldi degan gap chiqmaydi yani. Rahmat. Ona xato tushunib kelib hozir tilab ketsin. Uni to'g'ri tushunsin demoqchiman men. Ama Allah razı olsun bir qancha xil cevap bek esil cevaplarını aldım. Yani bu bir ügünüş tegishlik ruh. Yani sizniki Qashqarlik g'olchilik bo'lishlari muhim emas. Mening Qashqarlik bo'lishim yana birisining Oqsulik bo'lishi muhim emas. Kim amaliy ish qila olsa Qashqarlikdek achchiq gap qilmay, g'olchilikdek po'g gap qilmay ishlam qilsak amaliy ish qilsak inshaalloh bugun aslida bir muxbir yoki bir riyosatchi mundaq qaratmilqi va kiyimlarni kiyib chiqmaymiz, ammo biz boshqa bir millat bugungi kunda o'ltirilayotgan, yo'qotilayotgan millat bo'lganligi uchun men bu qoidani buzib bugun bu harbiyning kiyimini kiyib chiqdim. Bu alayda qismniki kiyimi sal sapsasa ko'gil oldu bo'lmasa diqqat qilmasa belgili olmaydi. Yani bir kumandan çıkıp, bir armiya general çıkıp, bugungi kunda xalqimizni Xitoyga qarshi jangga başlayman desa, birinchi o'lab mening askar bo'lganligimning namuni sifatida men buni kiyib chiqdim. Namoyish maydonlarimizda kiydik, ammo hozir bu simbol xarakterdagi holatdan o'tib ketdi. Biz namoyishlarda harbiy kiyimlarni kiydik, Gollandiyadagi yoshlar kiydi. Bütün dünya bununla diqqat qildi. Bizden faxrlandi. Bazı muxbirlar degandek, yani çoğun kanallarning muxbirlari va yoki ba'zi shaxslar sizlarning Sharq Turkistonda mushunchalar qirg'inchilik bo'lib ketibdi. Sizlar bu xotirjam yashaydi ekansizlar deb bizga ishongan kishilar ko'p bo'ldi. Men har qatimli programmada mush gapni deyman.
biz bir ish qilmasak dunyo bizga ishonmaydigan bo'lyapti shu hozir. Chunki xalqimizda yuz berayotgan ish dunyoning hech qanday bir yerda yuz bermaganligi uchun Arakanda bir millatlar Arakan musulmonlarni o'ltirib Xitoyninki oqida qo'l bo'lishi bilan boshqurishi bilan o'ltirib bir haftaga qolmaylam Arakan mujohidlar o'tirg'i chiqib qurollantirildi. Qurol berib hozirgacha urush qilyapti Arakandagi mujohidlar va yoki qurolliq askarlar. Endi Uyg'urga kelganda butun qo'qab ketdi nechida. Masalan, fikrlashib turamiz. Uyg'ur armiyasi qurilishi kerak, Uyg'ur askar qurilishi kerak degan vaqtimizda bu biz hozir askarning gibini qilmasligimiz, qurolning gibini qilmasligimiz kerak deganlar nihoyat ko'p bo'ldi. Ammo Arakanlikni hech kim terrorchi demadi. Bu daqiqatim Berminingki rahbarininki qo'lidagi burun berilgan mukofotni elibetdi. Bermilarga qarshi qurolli harakat qilganlarni dunyo ayibligini yo'q. Ammo nima uchun Uyg'urga kelganda Uyg'urlarning ichidan qurolli harakat qarshi chiqadiganlar shuncha ko'p bo'lib ketdi? Bu bir bundan keyin sizlarning qildigan xizmatinglarga nisbatan to'salg'i bo'ladigan asosiy masaladan birisi Uyg'urlarga terrorlik qalbiqini qaytadan ya'ni yolg'on terrorlik qalbiqini kaydiradigan odamlar chiqdi. Buningga nima deysiz? Ya'ni terrorlik bilan qanday bir aloqasi bo'lib qoladi bu Uyg'ur qurolli hareket? Aşkınsı ben bir açığımda bir nutuk sözlesem bir netsi bana telefon kıptı. Meğer bir asker tutay. Bu Xitay degen bu suikastçı hakimiyet terörist degen bu şeref namlı mı suistimal kılıp onun mu kıymetini yok kılıvetti dep söyledim. Nimiş deseniz? Bizim Uygurlar taşkı dünyada ya bir konsulun bir tal eğiligini çıkıvermetmedik ya ki bir tal Xitay'nın bununu kantıvermetmedik de. Bundan bir yuvaş millet bulandı. Şunda tursa aşı konsullara taş atmanglar. Bilip bilmey bununu kantıp kalsanlar bulmaydı. Deydiğen teşkilatların rahberlerini Xitay çıkıp terörist dep ilan kıldı. Demek terörist diye bu şeref namını paypak kılıvetti bu Xitay. Doğru. Doğru. Ben bir misal keltirteyim. Vakit çekimizden kıskarak kılayım. Bir gün ben Starbucks Coffee'de bizim bir kofehanemiz var. Eşeğe çıkıp Nurgun Amerikalılarla çay içine. Kofe içine. Bir gün size şunda çıraylık tit çıraydım şunda akıllılığı bilinip durduğun bir balık gelip bana yakınlaştı. Esselamu Aleyküm dedi o bana. Ya dua aleyküm esselam. Müslüman sen dedi. Neden sen desem ben bu Amerika'da doğurgan ben Afganlık dedi. Ve oturayım falan şey dedim. Özü bir 27-28'lerde babalıkken. Ki okudum. Bir adet Uygurların meselesi doğru söyleşim. Benim milletimiz hata çürüp kalmışsın ama fakat misal için dağıtına. Elif bana dedi ki o gün ben namayışlı bir ülkeye geldim. Boynumga uzun şarp kılıp bayrağımızdan iki tarafta bayrağımız var şarp yasaptıkken $10 birini elip esi ağantım. Onu görüp sen Uygur'umu da sordu ha dedim. Silahmışlar biliyorlar tutup solapmışlar kılavatında hayırım vardı. Bu nait pişik bildiğe. O sen küçük duracak pişik bildiğe bu işlerini sen ben şu hükümette bir orun işleyine dedi. Amerika'dan ki mühim bir yer işleyen belki. Bek çoğun konular sorumuz yok. Bu Amerika'nın kaydısı da bir adamın muaşini hizmetini bek sorsan açık gibi. Hele kal dedi ki sen ne gelip geldin diye namaz görüp gelsen kırıp gitti. Gün sen koy desem senin milletinin milyonlarca ekrep. Öltersin. Öltü oğuzup bir şey bağırlığını satsın. Kızlarımın şermi hayatına depsende kısın. He? Sen çıkaya bayramı götürüp vakaya gelip geldin mi dedi bana. He dedim ben. Sen dedi ki eğer silahın başka millet bulunduğun olsa bunda horlukka hiç çilemeyiz. Kandan millet sen dedi bana. Konulun ülkemizin ne iş kıldığın millet sen dedi. Hele bu başka dünyada şunçilik halkını kırıp olsa o yolluk harekette silah çıkıp niyede bir namayışlık kılıp yenip girip hele bunun karşı bir ciddi bir hareket görmedik o. Hacı Allah'ın veterinal tutuklu epey olan kırgınçılıkları senin için bir harbi halet doğru işmemize o senin normal pukalarına ailelerdeki narsiydi ballarına çıkılıp atıdı o. Hacı bu Xitay'dan dünyanın rahberlerinden balları bir şey aldı oturup Boston'da Harvard Üniversitesi'nde okuyduken he? Kofi kanlarda oturup acayip maşınlarını minip aldığımdan ötepsizken göz ağımdan aldı dedi.
Hocam ularning bolaları chet ellarda erkin yashasa bo'ldiki, sening bolalaring vataningda, o'zingning ona tuprog'ida erkin yashasa bo'lmanda, uyga kelib necha kungacha yegan bo'lmay, ko'nglim erishib, ichim surib, shunda bir xil azoblandim ekan. Bir kichikkina ma Afg'on millatida bor. Bu Afg'onning zemini Afg'ondan boshqa hech kim kirsa bo'lmaydi deydi. 2 million qirilib naketa shu Afg'onlar hech kimga bo'yamadi. Ana bir balisi men xijolatchilikka islovag'imda shunday sad xijol oldim. Demisi bu bizning bu millat dünya bir insan kötürenmegidek derecedeki bir ig'ir azaplarını yutib ketib boramiz. Qanday betovatidir içimizge. Şu vaqt tamığımız mı haram biz için kam? Bu bizning milliy ve dinni burchimiz o. Ya biz bir şehit olup ölsek yaraşmanda jenim kam. Xudoyim saqlasin, hammadan mendek balasini ayrılmasın, hammadan bana tatlı. Ne o yerda ish bilan Xitoy o'ltagandan tortib, bu hayotda mana hech qimmat yo'q kam. Bir farzandini ayrılgan bir zat uchun o'lim degan hech nima emas. Men bu yo'lda kurash qilib yo g'alaba qilaman, yo shehid bo'lib o'lgili chiqdim ekan. İnşallah. Men mushtan chiqdim. Men yashadim, rauf yashadim chet elda. Hech nimadan hijobini ko'rmay, kichikimdan tortib intaydi yaxshi yashadim men. Ama bu Xitoyda mening oldigan vatanim emas, shaxsiy qisosim bor mening oldigan. Men shuning uchun sizga o'xshash yana bir general chiqsa, men sizga o'xshash bugun siz men o'tirib turgan harbiy kiyim bilan men o'tirib turgan o generalning oldida harbiy kiyimni kiyib. Men beriman bayatdagi general kiyimini uni o'zim kiydiraman. Demak, bu yerda kurash qilish degan chuqur g'alaba qilib Xitoyning hammani qo'g'lab chiqarib turgan bir askarimiz darhol tayyor olmasligi mumkin. Ammo shunda bir kuchli, shunda bir g'ayratli, shunda bir g'ururni beradigan bir odam kerak. To'xta demak lazım bu Xitoyni. To'xta, yetar demak lazım bu Xitoyni bir chiqib. Bunun adamları xotirjam yashanmasligi kerak. Xudo mening adamim yashamagandek. Demakchi o'g'lim 21. asrda insoniyat qubulqisiz darajada haqlimiz hayron qolgudek darajada g'ururimizdan yetishyapti Xitoy. Nimishqa? Bir millatdan chiroyi tegishib ketishi mumkin, tili tegishib mumkin. Ammo uning g'ururi tegishib ketsa, so'zishkasi bo'lmaydi. Bir millat g'ururi bilan yashaydi. Bu til degan, og'zimiz degan ni xoma desangiz qadrak ahvolingiz o'xshamaydigan shaklda bildiraydi. U Xitoycha gapni qilavergan ekan, men ingaklarimizdan go'sha Xitoycha bitirib, tadriyada Xitoyga o'xshab qolasiz. Uni ola qo'yasiz, Uyg'ur emasmi? Yo'q. Bu din, bu e'tiqod, bu g'urur degan odamning qalbida, mingizda, vujudida yashaydi. Uning aslisida, uning do'ppisida emas. U moddiy narsalar yutib Ammo yuragimizdagi mustaqillik, qalbimizdagi g'urur, iymonimiz, vicdanimiz, bu g'ururimizda yashaymiz bir millat bo'lib. Agar buni yo'qotib qolsak, biz tugaymiz. Shuna bizning ba'zi bir ziyonlarimiz, ba'zi bir odamlarimiz bilib bilmay, mushtaq videolarga chiqib, bizning millatimizning g'ururini aytishyapti. Bu mening dushmanim. Bundalar qat'iy yo'llamaymiz uniki. Bu Uyg'ur millati kurashchan, qahramon, botir millat. Bu hamon o'zining mustaqilligini qo'lga olib, erkin hur yashashdan boshqa butkul dunyoning madaniyatiga ta'sir ko'rsatadigan en güçlü bir devlet kurduğun, en zamanıvi, en güzel devlet kurduğun bir millet biz. Hem dünyadaki, Angliya'da bütün dünyanın sorulan, Angliya'nın 3 baş çıkıdığın, Japonya'daki devletin 6 baş çıkıdığın zeminle ilgisi biz. Biz hayatımızda küçük ederiz. Nokta bilmemiz lazım bunu biz, birisimiz çıkıp. Eğer mühendin bir küçük birisi çıkıp toplansa, ne onun erişine. Bu millettinki kurishini, inqilobini qilish mana miros yoki birisiga tabi emas. Bu hammamizga o'rtaq. Kimdan kim aqlli, kimdan kim kuchli, kimdan kim to'g'ri yo'lga otlanadi ekan, u kichik 18 yoshli bola bo'lsa-mu, men uning chas beraman, men beraman o'chasini. Chiqsin. Allah razı olsun. Hele chiqdi. Qachonga chiqmaydi bu millatdan? Chiqmoq desa, bundan da chiqmoq olmamda. Agar biz kurash qilmasak, biz suyimiz, butun vujudim bilan qo'g'daymiz deyotgan farzandlarimizni o'lim tutmagan bo'lamiz. Biz jinoyatchi bo'lamiz mush kurashni qilmaganimiz uchun. Agar biz kurash qilmasak,
Qarab, bir millatning tarixida har 30 yilda 40 yil bir inqilob bo'lib, uning inqilobchilarini, uning qahramonlarini, uning shehidlarga, uning oilasiga gul taqdim qilib, u shehidlarning bolalarini beshimizga ilib ko'taradigan fursat bo'lmasa, har 30 yilda bir bu millatning xoinlari ruhlatib qahramonlari, vatanparvarlari, xotinni vaqolmaydigan, jinni vaqolmaydigan, bola vaqolmaydigan dök, hamoqat latlarga aylanib qoldi. Çünkü millat bir asırga yaqin qoldi dushmanning qo'lida. Qahramonlarni taqdirlaydigan, qahramonlarni shehidlarning oilasidan hol so'raydigan, uning bolalariga gul taqdirlaydigan bir fursatdan qoldik biz. Shuning uchun vatan millat deb yo'lga chiqib, oilasini iqtisodni yaxshi qilamaganlar deb hamoqat lata erkaklar bo'ldik biz. Mana bu millatning ahvoli. Shuning uchun kurash qilishimiz lozim. Bu kurashni o'rganishimizda unadaki başkalar bizden her ma kahramanlar balıştı, ma kahramanlar avladı deb milletimiz ona beşerisi söyleyip koysa bu milletçilik, bu gurur, bu kuraş mengü toxtamaydı. Eğer biz bakımızsak bu millet bir asırdan artıkmışlar yazsa bu milletten hainleri, ihlasları runatıdır. Andın milletçiliğindeydi. Veteranı azat kılır deyince üyemri azat kılar. Yakınlarda maçılarına daimi yok. Kıra farancının kutunu ne? Kıra onun sınıfağa öyle mi? Kıra onun balını çekalda okumadılar. Vay lata. Çünkü bizden tarihimizde dünya tarihinde bulunmayan bir kurash inqilobning vaqti pek uzun bo'lib ketdi. Uning uchun millatdan hainlar ruhlat tepib, qahramonlari yer ko'rib bordi. Biz bunaqa xatim bermoqchimiz. Buning uchun chiqdik bu yo'lga. Meni Amerikada tug'ilgan bir o'g'lim bor, ismi Uyg'ur. Hozir Amerikadagi davlat armiya havoray mudofaa armiyasiga qatnashdi. Nima deydi u? Dada, go somewhere die like a man deydi. O degeni, dada, ağırıp oynab qoldikan sen, mashin cho'qib o'ynab ketgan, kichik vaqtimdan tortib dada Turkiston, Uyg'ur deb yuribsan. Mush millatlar uchun chiqib, bir ish qilib tag'lab bilmamsa da erkishdak deydi. O benim o'g'lim. O deganligi dadasiga o'ch, men buni xo'sh yo'q bola emas, men tas so'ydim, men uni so'yman. Lekin akisining intiqom bor. Aşı balam, hech qanday yerga bilim chekmaydigan balam, qaysi kun chiqarsa, do'nisiga bunday yerga akisininki ölüp ketken gününü çekip attı. İşte bilen. Demek, benim bu oğlumdan daha bu kısas. Hazır bu, yalnız benim balam ölmedi, nurgun atarlarının eski çırarak perzentleri ölüp atıdı. Benim hüküm, bunu tohta dediği alem lazım. Onu öyle kadar bir ablacan, nime kılalaydı ki? Vay kançılık kısam şunçılık kılıp, bu Xitayga bu milletin inkılap kılaydıqalıqını, Kur'anlık küreş kılaydıqalıqını anıltıma. Onun ötesem insaf, şükür ötesem insaf. Gep bir yerde bu milletin küreş idisini, bu gururunu yere kaybetmek lazım. İnşallah kalbi kılımız. Ben vikalimde ölü vağı çıkırdım. Hem de kılımına da çıktım. Ama şu yolu ülküp kalsam. Ben en hoş olgan bilmek. En hoş olgan bilmek. Bunun gibi deskerdim. Sizden benim hatırlam. Rahmet nayet yaxshi gap bo'ldi. Mening shu ikki savolim bor oxirida so'raydigan, ammo avval yomon to'g'ri bir jumla bo'ldi. Inqilobningki vaqt uzrab ketdi dedingiz. Men bu gapingizga nayet to'g'ri gap deb qarayman. Haqiqatan vaqt uzrab ketdi. Undan keyin demokratik, tinchlik, kishilik huquq tashkilotlarininki bu tashkilotlarimizning nima qilganligimiz emas. Albatta töven ko'yganligimiz yoki ish qilamiz deganligimiz emas. Chet elda qurilgan tashkilotlar buningga bu ideyalar bilan qurolli harakatning oldin to'sib olgan kayfiyat bo'ldimi, bo'lmadimi? Shunga bir qisqa bir shaklda javob berib boqing. Yani bununla siz degandek bu teşkilatlarga, şahslarga atıp koysak, bu bir mesliyetten kaçkanlık oldu. Çünkü o şaraitte menmiş Amerika'da yaşadım, konuşularına okşaş. Yalnız bellenmez, ulamı kılanmagan olsa, kudu ben kılanmagan da kılanmadı. Yani bir yerdeki bir nerede, ben size bir gepni kılay, bana bir Amerikalı kaçlar degen. Bu bizden millet doğruluk gepler çıkıp gelip, ben bir Amerikalı profesörden sordum. Müşinçilik işkılına bir milletin birbirini kollaplık etmeydi, kendinde çık eden mi yok? Dep başlar desem, bana da cevap vergen. Dünyada
köp sonliqi xatolaşmagan millatlar bugün azad, hür, müstakil yaşayatıdı. Mene can deydi o. Köp sonliqi xatolaşgan, az sonliqi xatolaşmagan millatlarla bugün gidek kul biçare yaşaydı deb cevap bergen. Demek bizden milletin köp sonliğimiz xatolaşmagan, az sonliğimiz xatolaşgan millet olsak biz alla burun hür ve müstakil yaşattık. Ama baxtga qarshi biz köp sonliğimiz xatolaşıp az sonliğimiz to'g'ri yo'lni tanlagan bir millet biz. Hele hem shundoq. Şuna bizningki bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh va hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan ideologiyani ko'tarib chiqib bu partiyani qurishimiz mana mushundaq bo'shliqni to'ldirish. Ve mushundaq bütün millat o'zi haqiqiy ma'nodan ishlaydigan ve o'zininki qalbida bir tutiya, ya'ni eng muqaddas bir iborada tunaydigan bir ideologiya bo'lsa, bu millatning mangu hech qanday bir kuch farqlanmaydi. Shuning uchun savolingiz bergan javobim bu yolg'iz tashkilotlarning xatoligimi? Yo'q. Biz bir millat bo'lish fikrimizdan buni hal qilolmaganmiz. Bu hammamizning xatoligi. Endi buni hal qilish bir qancha odamning ishi emas, bu hammamizning mas'uliyati. Shuna abaysizlik biz qo'mondan izlayapmiz, lider izlayapmiz. Bizga tokkin osmondan payg'ambarimiz tashlagandek bizga buni tashlab qo'ymaydi. Biz uni o'zimizning ichidan izlab topamiz. Şahsen degan shundaymanki, ben aynan uniformlar bilan rasmimizni chiqarib qo'ydik. Men kichkindan tot valibini o'sga edenman. Mana men bu millatning generalim bo'la olmayman, raisimi bo'la olmayman, bu millatning to'g'ri yo'lga yetaklayman. Agar yana birisi chiqib, "Yo'q, sendan men yaxshi yetaklayman" deb emli harakat qilsa, men ularga erishiraman. Ammo shungacha bu millatni men apirmashak deb buga va'da beraman, men qilaman buni. Ham qila olmayman o'zim ishimni. Ammo yana birisi chiqib, haqiqiy men davatga ishlarni mendan burun qilsa, ben ona çalışıp haberledik, ben ona gayişine, gerçi o küçük balı olsun mu? Yani bu şekilde mağdur bu kreş. Bu şekilde mağdur bu inkılap. Men kılanmadan sen mi kılmaysan bilenemez. Ama 5 yıl ben dedim, milletçilikle verildiğin birden bir sual. Vatan millet menfaati kelgende hemmini unutalgan adam vatanperver. Ama bir narsa esinizde olsun fikam, hainler vatanperverler içinden çıkıyordu. Esinizde olsun fikam. Hain degan başka yerden gelmeydi. Hainler nereden çıkıyordu deseniz, vatanperverler içinden çıkıyordu. Onun içi kırmızı kadar hainlik kılıyordu o. Bir yer kırış gerek ola. Şunun için bizden birden bir şuarımız taşki düşmenge karıştığı için güçlük birleşip emkanlaştığın başka işki düşmanlarımız gibi nahayete dikkat kılmamız lazım. O 1 milyar 400 milyon ahalisi var. Onun dikin biz aday degandek Engeliyatın 3 parça yapıldık bir devletin 6 parça çıkıdığan bir devletin ilgisi biz. Onun için Xitay Komünist hakimiyeti neçe milyar fırsat kılıp bizden Uygurlardan taşkı dünyada ilip bakkan hareketlerimizge buzgunçılık kıldı, devamlılık suikast kıldı. Bu ular için adli bir mesele. Eğer biz Xitay'da bir savaşlarımızsak biz mi kılattık şunu? Bu hakimiyetler şu. Hadi bizden bu milletteki kişilik hukuku, lagerlarının ikilisi, onların kırlık kişilik degen bir kişilik hukuk emez. Bir yerdeki tüp neyse şu ziminin kolumuzdan ketkenliğinin neticesi bu. O kanday hal olduysanız ziminde eğilişle hal oldu. Ya biz unda qilmasligimiz mumkin de o gapni mencha xato bo'lib qoldi deb qarayman. Ya'ni biz masalan agar mustaqil davlatimiz bo'lgan bo'lsa, albatta biz boshqalarni besib oladigan yoki boshqalarga zulm qiladigan, boshqalarni ishg'ol qiladigan Şöyle ben akbarat sahasının davetini aldım. Mesela tamam. Bu akbarat sahasında arkada bir devlet sizinle besib algan o tecavüzçi bunda akbarat için nait kılıcı kacay. Doğru da siz bunda kılgan millet emez. Bir misal için de koydum. Ama bu akbarattaki açıdan neyse direkçi oğlum bizden işçimizdeki bazı bir işlerimizden mağmaslığı. Akbarat sahasında elbette devletninki casusları, devletninki istihbaratı o boludu normal. Tabii. Şuna pek değişiklik etmeyiz direkçiyle. Doğru. İşlerimizden normal mağmaslığa bu ciddi ittifaklaşamazsınız rencik destek doğru olmaydı. Çünkü bu muymuş şekilde mağadı bu. Çünkü düşmanımız bizden bir azadi işgalçimizga
bir ittifaqlaşıp hareket qilishimizga qarshi. Yani sizningki bugungi suhbatdagi asosliq qarindoshlarga beradigan tashkilotlarga rahbarlarga beradigan salomingiz, bishoratingiz, yani har qanday tashkilot, har qanday rahbar bilan ittifoqlasha olayman deganni o'tirib qo'ydingiz. Shuna deb tushunsak bo'ladimi? Albatta. Mayli Dünya Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, mayli ma'arif tashkiloti bo'lsin, mayli ulamolar, mayli boshqalar bo'lsin, hammasi bilan men ittifoqlashib mang'alayman. İsmimiz o'xshash bo'lmasinmi? Hamkorlashimiz, ammo adaqada bir suolimiz var. Partiyamizdagi nizomnamasi shu. Har qanday kuchlar bilan ittifoqlashimiz, hamkorlashimiz agar u vatanni sotmagan, millatiga xoinlik qilmagan bo'lsa, bu shart bilan. O deganlik ularning unda qildi deganlik emas. Ammo bizning shartimiz bu. Albatta. Yani ular u vatanniga xoinlik qilsa, sotsa, albatta bizning shu kundan tortib, shu minutdan tortib dushmanimizga aylandi. Bunun ittifoqlashimiz mumkin emas, ammo vatanni setish va xalqimizni setish mumkinchilik ehtimoli intayin yaqin bo'lyotdi. Chunki Xitoyninki bugungi kunda dunyoga vaqirishi bilan ba'zi davlatlardagi tashkilotlarni tayyaga qistavotdi, ba'zi davlatlarni tayyaga qistavotdi. Masalan, va tashkilotlarga davlatning qo'li orqali besim qilayotgan avvallar bo'latdi. Buning uchun oldimizda Uyg'ur xalqini yoki Uyg'ur muhojirlarini setib o'tish ehtimoli bo'lgan tashkilotlar chiqib qolib qolsa, albatta biz bunga jiddiy qarshi chiqamiz, uni xoin deb e'lon qilamiz va uning oldini to'sash uchun urinamiz. Chunki bir qatim chet elda muhojirlar setib o'tilib qolib qoldi. Ba'zi tashkilotlar buning sukut qilganmi bo'ldi, ba'zilar buning yantayoq bo'lganmi bo'ldi. Albatta biz uni ochiq oshkora deyalaymiz. Ya'ni faqat fitna fasod bo'lmaslik uchun biz uni ichimizga yutib bilan bundan keyin masalan Suriyadagi aç singillarimiz, balalarimiz, farzandlarimizni setib o'tish ehtimoli bo'lib qolsa ma'lum davlatlarning va yoki qurolli harakat qilimiz deyotgan qo'shinlarimizni setib o'tish ehtimoli bo'lib qolsa yoki rahbarlarimizni chet eldagi shaxslarni har xil badnomlar bilan setib o'tish ehtimoli bo'lgan davlat va tashkilotlarga har zaman qarshi chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Xo'sh, undaqda eng oxirgi bir savolni qarindishimiz so'rabdi ekan, abay qanday qayerda qursizlar buni debdi ekan. Buningki albatta maxfiyatligi bo'lsa buni o'tirib qo'ymaslim bo'ladi. Albatta bunga javob beradigan savol emas. Endi bizini hozir zaten biz yo'llayapmiz ama o'qimaymiz. Vaqt belgilaydi. Bu vaqtda bu savolga rahmat. Endi yana bunga beradigan javobimiz vaqt kelsin. Emniyetli bo'lsin. Chunki bundaq savolni so'rashimi balki mencha tabiiy deb o'ylayman. Chunki ba'zi kishilar yo tashkilotlar buni mana ishni qilamiz, anda ishni qilamiz deb bo'sh chiqishlar bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin xalqimizmi sizga o'xshagan bir ishni qilaman deb o'tirib chiqqanlarni ashular yilon chiqib olgan odam og'amchidan qo'rqay degandek, ashta bo'larmi deb ashundaq savollarni so'rash majburiyati bo'lib qoldi. Yani bir konuda işençsiz bir keyfiyatını mı şekillendirgen evvallah bayan? Hazır biz bununki bir partiye birleşikimizden biz bunun ciddi teyarlarını kılavatımız. Biz de birkaç devletler vekillerimizle üyettik, sözleşivattımız. Ama hiç kadar bir netice konumuzu kemmeyitirip bu kendisimize cevap versek minatça doğru olmaydı. İnşallah yakın gelgisi de biz emniyet hareketimiz arkalık cevap verimiz şu çağda neadilgimizni qandayligimizni ya bizden gördü ya başkalardan gördü ama biz degandek belki bizden bu teşvikatımızdan ta'sirlanib başka bir asker kuruş için yo'lga chiqqan oldin tayyorligi va boshqa bir vatandoshlarimiz ular jiddiy qurib bizni taklif qilandi. Shuna biz her jihatdan bir tayyor turmagimiz lazım. Mayli kim bo'lsin, vatan millat uchun biz degandek foydali ish qildik, biz onun keyinda turmagimiz lazım. Buni cho'qim biz qilishimiz shart emas. Kim qilsin da vatan millatning foydasiga qilsin. Biz ularga erishimiz. Bizning bu ishimizda bir obro'y tepish, bir tashkilot qilib boshliq bo'lib qo'limizni keyinimiz tutib yuraverirish orzuyimiz yo'q. Shaxsan mening endi faqatlam Allah'a bir özen bilemen işten çıkan yolga tayin. Men zaten bu yolda burun mu ben bu milletin 10 tin iktisadını işlik dava kıran emas. Bunun dikim düşündük.
iqtisod jihatdan hamma bu partiyaga kirganda abay dedim iqtisoddan men to'liq yer turaman. Bo'lmasa atrib o'g'illikka bu bizning cho'ng bir g'oyalarimiz hatta bizning partiyamizningki nizomnoma prinsipida biz donation ya'ni boshqalarning iyoni pulini bu qabul qilmaymiz. O deganlik ko'p shakldagi mesela ba'zilar var 10 ming 100 ming jiqroq pullarni ekilib siz ko'rsiz orqali siz uni millat uchun ishlatilib ishlatsiz ama vaqtning o'tishi bilan bu egizdan o'tgan bu galdan o'tgandan yüz qizirib deydi bu tilimiz tutilib asosda nizomnomalaringizni tegishtiradigan endi siz nizomnomalaringizni veb saytdan chiqaradigan bo'lib qolasiz shuna bu iqtisodiy jihatdan biz o'zimizni pokiz tutmasak u mustaqillik hatta bir millat hatta mustaqil bo'lib bo'lgandan keyin bu iqtisod jihatdan mustaqil bo'lmasa u yana bir mustamlik ostiga tushib ketishi mumkin emas. Bu iqtisod degan mushta yomon narsa. Shunga buningdan biz sergek ve yuşar turmamız lazım. Shunday bu tashkilotlarda yuz bergan ish hatto ba'zi tashkilot rahbarlarining shu pulni olib qo'yib endi Uyg'ur muhojirlarning yoki xalqimizningki pulini ilib tashkilotga iqtisodiy kuch cho'qim bo'lish kerak, ammo Xitoyning pulini olib qo'yib mag'lub bo'lganlarmi bor. Shuning uchun sizlardagi rahbarlarninki iqtisoddan yiroq turishi albatta to'g'ri bo'lgan. Bir gapni qisib qo'ygan o Xitoyning puli resmiy bir panak bir puchuq ko'zi va Xitoydan kelmaydi ekan. O betim saqali va yoki yog'liqi va nihoyat chiroyli odam eminigidek iymoni va yoki biz odamgarchiligi va so'rinchiligi va bir musulmonlarning kelishi mumkin. Uqmaymiz. Bunun puli her xil şekilde keladi. Cho'qim Xitoydan kelmaydi o. Demek ki bu Xitoy her xil şekilde yıkılışıdır. Şuna zaten bizden prensipimiz partiyanın bedel pulunu tayinimiz. Biz sırtın köplep iyanı kabul kılmayımız. O degenlik ondan sonra iktisadınlar nereden keldi dep sorarsanız verdiğin cevabımız biz partiye azalarımızın sarını 100 milyonlardan milyonlarga yetkizmekçi. Orta Asya'da benim hesabımda bizden partiyandaki karşıda 5 milyon yakın Uygur kardeşlerimiz ve Uygur kardeşlerimiz bizden Orta Asya'da yaşaydı. Bizden statikimizde şundan hem belki de azraktı ya çıkaraktı. Demek ki onun şuanın içinde biz Avrupa'nın katkanda 1 milyon ya ki 100 bin hazırca biz partiye azalını özümüzü kabul kılsak o mümkün tamamen. Onun için biz şuanın çıkan partiye azalı bedel pulumuzdan o közgül makamından nahit az pul ama o partiye azalarının azraktın bergen aylık bedel puluyla bu partiye nurgun işlerini kılaraydı. Bu partiye diye bana işte özden bedel puluyla banadı. Nahit az pul ama intihar köp işlerini kılaraydı Kudayımız kelbisi yakın kelbisi de. Bunun için ben Şençim Kamil şunu biz taşkı dünyadan aldırıp iyanı toplaması hakkındaki bir şu anda oturup koyuştuk meksidimiz ama biz diyendek sap ve sağlam işgalişimiz için biz özümüzün küçük dayanmamız lazım. Vatanını müstakil kılış için milletimizin küçük dayanmamız lazım. Elbette başka dünyanın yardımına ihtiyacımız var. Lakin biz özümüz bir millet üstünde ordumuzdan durmayı durup başka bir milletten biz için kan tüketmesini talep kılış bu bir intihar bir hamakatlik bir atmaydıgan numus kıldıran bir gap var. Eğer bu milletten bu cilip kişilerden olsa közetmem sevmem bir göreyim. Shunday. Yani bizning farzandlarimiz oxirida bütün Uyg'ur qarindoshlarımızga, muhojirlarga sizningki oxirgi so'zlarni olaman. Eng muhimi shu chet elda o'qiyotgan kichik farzandlarimiz bor. Bo'libmi Turkiyada necha minglagan kichik farzandlarimiz o'qiyotdi, Yevropada bolalarimiz o'qiyotdi. Ammo harbiy ishlarga aloqador masalalarda shamilni hamda taqib biz chiqaryapmiz. Sizlar chiqaryapsizlar. Bularga yani bizning kelgusidagi harbiy qo'shinimiz uchun shu farzandlarga ota-onalar yoki madrasa, maktablar qanday bir shaklda o'qitish sistemasi yoki bir tarbiya berishi lozim va Uyg'ur muhojirlarga bu Uyg'ur armiyasi, Uyg'ur askeri qo'shinninki ro'yobga chiqish uchun qanday bir oxirgi so'zlar bor, shuni olgandan keyin programmamiz mishada oyoqlashgan bo'ladi. Rahmat elim o bek uzun vaqt uzlab ketdi o'g'ay, vatandoshlarga vaqtni qo'ydik.
Bu menimki birden bir oturup koyduğun bu yaşlarımızın ümidimiz çok bir milletin kelgisi onun mevcutluğu şu yaşlarımızdan kolunda bir kanuniyet. Ama biz yaşlarımızdan sel jirahlaşıp kaldık. Biz yaşlarımızga ilgi bulamadık. Biz yaşlarımızga özümüzdeki bir xil chiqisholmaslik, g'iybatxo'rlik, o'zaro fitnaga taqitish jidallarimizni yushamay avlatdik. Buni qilmadik. Bolalarimizning oldida biz hech xijilanmadik. Asli biz ularga qo'lsin siyan ichida biz bu ayblarimizni sal yushirib, bu bolalarimizga normal bir da'vo axloqini anlatsak bo'ladi, uni qilamadik. Ama o deganlik hammamizni qilamadik deganlik emas, bir qism Uyghur qarindoshlarimiz nəhayət yaxşı qılavatdı. Endi hozir menimki bu yoshlarimizni qo'ydigan birdan bir talabim, ota-onalarga qo'ydigan talabim, bolalarga vatanparvarlik ideyasini oilada singdirish kerak. Vatanparvarlik ideyasi va mustaqillik ideyasini bolalarga singdirib, sening davlating bor bolam, u Xitoy hukumati tarafidan beshilangan, u bizning xalqimizni ishta qilyapti deb hamma odam uni hikoyasini biladi. Ballarga to'xtatmay anlatıp, ularga bu tuproqni cho'qim ozod qilsak bo'lmaydiganlikni iborat bir vatanparvarlikni asta-asta bedtime story deydi inglizcha, kechda yetishdan burun o'qiydigan hikoyalarimizga burun bizning ota-onalarimiz Chin Temur Botirni eplab bergandek, biz bolarimizga bu vatanparvarlik ideyasini singdirishimiz kerak. Undan keyin bu o'zandan Uyg'ur bo'lsa bolalarga Uyg'urchani o'rgatgan deb bir she'r yozgan. Undan sen kishilar meni aytgan Özanın balası Uygurca bilmeyi bu şiirini izledi. Şu şiirini izlediğim maqsadım ben sana qaragan. Burun ben qanday o'ylagan deseniz, uçağda Amerika kelganchigimizda ala 70 tane Uyg'ur varken ben kelsem, bütün 50 state'de. Şu çağda ben bu balamның o İngilizce bizlergidek accent bo'lib qolmasin. Bu Uyg'ur bo'lgandan keyin bu Uyg'ur tilini albatta bilib oladi deb, u balani yaslidan tortib İngilizce berib qo'yib, keyin bu balamga Uyg'urcha o'rgatishni yomon qildim. Shunday she'rlarni yozib ketdim. Demek ki oğlum hazır bu işi gap çıkardık ya mühim bir temin unuttuk esildi. Demek ki oğlum bana bu şu bizden çelimiz bu şu vatanperverlik ideyasini sığdırışken onu dikin eğer özür turatkan devletlerde ruhsat olsa dallarını asker gibi eserdirici. Eğer dalları unutsa. Çünkü şu devletin iktisadı bilen, şu devletin uniform bilen, şu devletin benefiti bilen o balla asker olup terbiyeden geçtirirse. Mesela ben oğlumla derdim. O degelik ben derdim, sen mi derdi geldi gelmez. Demek ki oğlum mümkün olsa, şaraitimiz yarılırsa, oğlumuz unutsa, şu devlet onun koşulsa, ballarımızın kulu kazrak piçirlap baksak değil mi? Balam, asker olmam ama, ma devlet asker olsan, bizim millet gibi kelek oltan ettiğin bir asker olamsa bana dep koysak benim tizini yok. Şunu demek oğlum hazırca bizden bu tayarlıklarımız bitip bularını vurrada bir yere çıktık şarayet yer bir yere çağırmakta bizden kolumuzdan keldiğini ballarına vatanperverlik terbiyesiyle iş yetken ballarını asker gibi geçtirsek. Bunu mu Amerika'daki askerler gibi bir benefitleri nahiyeti yakşı. Bu eyran kağıdak o askerlerin ailesi gibi devletteki yakşı karaydı. Demek ki oğlum ularni o'qitdi, qanday askar qilib hech qo'ral qizmaydi. Bular haqsiz o'qitdi, universitetlarda qarz olmaydi vallahi. Ama bunlar bir tarafdan vatanparvarlik ideyasi bilan bular bir o'zimiz turgan davlatlarning askarlariga qatnashsa, u hamon bizning askarimiz. Uni qachon biz chaqirsak, tayyor askarlar. Shunga bunda bir imtiyozni qo'ldan berib qo'ymasak. O deganlik ballarimizni olim, doktor, advokat injener qilishdan tatib kelib hamma askar qilinglar deganlik emas. Agar bolalarimizni ideyasiga bo'lishni singdirib baqsa, ular qo'shilsa, anglasa, menimcha bu bir bolalar bergan tarbiyalarimizdan bir qism bo'lsa deyman. Men kimni baxtlarning shaxsiy oila turmushi anglashgan lekin bir tavsiyarim. Endi bu shunday orqali bir narsani qisqartirib qo'yishni unutib qolibman. Esimga kelib qoldi. 1948-yili Birleşken Milletler Teşkilatı'nın ırkî kırgınçılık hakkındaki kanunundan bu medeniyet kırgınçılığını çıkarıyorduk kendine. Biz bununla dikkat kılmakta. Şunu milletin anlatıp koydum. Şuna bu bek mühim derse biz ırkî kırgınçılıkını tekitleyen çıkımızda çokum
ballarımızı işkirlerge tutup apırıp ulanın milli kimligini yoqtayotganligi, mingisini juyayotganligi, ulardaki bularni bola, kichik bolalarni emgak qilayotganligi, vatanimizdagi turmalarda xalqimizningki jismoniy jihatdan xo'rliq uchrayotganliklarini, bularninki tirik to'g'izib ishki a'zolarining o'g'irlanib setilayotganliklarini, bularni chiqarib oltaydi. Chunki bu irqiy qirg'inchilikninki definitionlari. Ama tilimizden üst gitmağını, mekteplerden takılıp gitmağını, mescitlerden çıkılıp gitmağını değil. Ama o ırkı kırgıncılıkның içinden çıkarılıp tüken. Şuna biz o cismani cihetin bivasıta insaniyetinin kırılışına, yani kırılışına uçuruş ehvalini köprek anlatıp, medeniyet ciheti kısmını çıkarak anlataylı ama bir bilim bukasında dedim, şuna bu medeniyet kırgıncılığını yani medeniyet yo'qotishni irqiy qirg'inchilikdan chiqarib ketgan. Shunga mushlibiy xalqimiz bir e'tiborlarni chiqib tutsanglar, irqiy qirg'inchilik degan chog'da bizning tilimiz, bizning masjidlarimiz, maktablarimiz ko'z oldinglarga ham kelsinda, ammo alayman degan muhim nuqtalarni bekrak ta'kidlanglar. Chunki u irqiy qirg'inchilikning ichida shu biz bu qitim Uyg'uriston Cumhuriyetler Partisi va Uyg'uriston Cumhuriyeti Amerika Majlisiga Xitoylarning mamlakatimiz tuprog'ida ipayotgan miqyosini ipayotgan qirg'inchiligini irqiy qirg'inchilik atash haqida bir petition yo'llagandik. Agar mumkin bo'lsa change.org ga kirib bir imzo qo'yib bir imzolarning signature yani imzolarni bergan bo'lsalar turib so'yingan bo'lardik. Shunga vaqtlarni chiqib qo'ydik. Hüseyin ukam, efendim sizga ko'p rahmat. Sizdan Allah razı olsun. Ekran altında oturup biz bilen birlikte bu söhbetimizde alagan barlık vatandaşlarımızga çin kalbimden salam etimen. Sen milletin ahval emimizge ayan. Ben artık hayacanlanıp arlıklı bir konuğum buzluğa yadırım oldu. Keçirola. Sizlerin ki keyfiyatlarını buzup koygamışsam ben arkadaşlarınızla epey sorayım. Şuna hemimizler Allah'ın güzel salamları olsun. Allah bundaki işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet. Sizlarga ko'p rahmat. Degan güzel bir sohbet oldu. Eng muhimi chet el tarixida tunji Uyg'ur armiyasi askeriy harakat, qurolli harakatninki qonunlashishini o'tirib qo'ydigan bir programmani va suhbatni qarindoshlarimiz bilan birlikda ilib bordik. Inshaalloh bundan keyingi zamonda hamma ishga vaqt ketadi. Sizlarga ümidimiz var ve yer qandaq bir şahıs abaysıl degandek men ma ishni qila olayman, men qo'mondan bo'la olayman, men rais bo'la olayman, men ma ishni qo'limdan keldi deganlar bo'lsa biz qarshi olamiz, javobchalimiz, maqtaymiz, destek, yardım berishni xohlaymiz, yani bir xalq bo'lish sifatimiz bilan. Albatta sizlarga Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisiga men g'alaba, muvaffaqiyat tilayman. Eğer bu armiyani haqiqiy şekilde, amaliy şekilde teşkillab qolsanglar, biz elbette bunun askeri. Onundan başka eğer bu to'g'risida Uyg'ur armiyasini, Sharq Turkiston armiyasini qurimiz deyotganlar va yo'l menayotganlar bo'lsa-mu, biz qo'llaymiz. Eng muhim narsa kimning to'g'ri va amaliy ilib berishi. Chunki va'dalini berib qilinmayotgan avvaldan ko'p yuz berganlik uchun xalqimiz hozir biroz gangrab qilishi mumkin, jiddiy inkos berolmay qilishi mumkin, jiddiy a'zo bo'lolmay qilishi mumkin. Ammo sizlarning iqtidoringlar, sizlarningki bu ishni to'g'ri shaklda ilib maydonga chiqishinglar bilan xalq o'zligidan sizlarni izlaydi, yoninglarda bo'ladi, hatto askaringlar bo'ladi deb qarayman. İnşallah köp rahmet. Mao nazariya meseleler tüpeyli meselesinde mao hazırki ahırda da ötüp ketken irqi qirg'inchilikda medeniyetninki ilib taşlanışı, yani medeni qirg'inchilikninki ve onundan başka nazariya meselesinde Allah xalsa aldığımız zamanlarda yani paranlaşamız ama şu nazariya sözleydiğen işten ben biraz çıkıp bağlılığım için o bir qancha sualını meseleden sormadım. Onundan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyetçiler Partisininki katibi Necmiddin Efendim'nin bile paranlaşışqa teklif qilgandim ama vaqt münasebeti bilan chiqolmay qoldi. Aldığımız zamanlarda chiqaman dedi, tamam dedim. Ondan başka aynı vaqtdagi sizning sabdosh Köleş Ataxonlar bilan men birlikda bu suhbatda birga bo'lgan bo'lsak,
Uyghur armiyasini qandaq tashkillash, kim qiladi, qandaq qiladi degan masalalar ustida birlikda paranglashaylik dedik. Bu kishimi ma'lum bir xizmatning ustida bo'lganligi uchun chiqolmagan sabab bo'lib qoldi. Uning uchun bunimi deb qo'yay. Inshaalloh oldimiz zamonlarda agar buning munosabatlik masalalar o'tirg'i chiqib qolib qolsa, Alloh xolisa ekranda yana yuz ko'rishimiz mumkin. Siz degandek amaliy ish qilmoqchi men ekranga kelmayman deylar. Ammo shuna olsun ko'rishib turaylik. Sizlarga yana bir umid, destek berish uchun har zaman ekranimizda xizmatlarni qo'llaymiz inshaalloh. Xo'sh, undaqda agar boshqa bir oxirgi qo'shimcha so'zlar bo'lmasa, mishada men programmani oyoqlashtirman. Rahmat sizlarga. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Aziz muhtaram qarindoshlar, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasininki raisi Ablajon Leylamun efendim bilan bugun nihoyat jiddiy, muhim, amaliy bir masalani o'ttirg'i chiqarish uchun, buning qadamini tashlash uchun bir amaliy programma qildik. İnşallah her zaman amaliy hal qiluvchi xarakterdagi programmalarni qilishga tirishimiz. Bundan boshqa biz qiynalib masalalar bor. Masalan, xalqimizga aniq naf beradigan, manfaat beradigan, amaliy ish qila oladigan shaxslarni ekranga kelishda ular ko'pinchilarining rad qilishi bilan bugungacha ko'plarni eklanmayotimiz. Nima uchun rad qilganligini biz uni tushunmaymiz. Mayli ulamolarning ichida bo'lsin, mayli ma'rif tashkilot bo'lsin, mayli dunyo ulug' politika bo'lsin. Nurg'un amaliy xizmatlarni ekranimizda ko'rsatishni orzu qilamiz, ammo bugungacha qaysi bir sabablar bilan ekranga kelishni xohlamagan ishlar nihoyat ko'p yuz beryapti. Ammo biz her zaman xalqimiz bilan birlikda, sizlar bilan birlikda kim bo'lsin, mayli bir puhra, dehqon, tijoratchi, arvakash, ishsiz, oshxona ochadigan oshpaz bo'lsin, bir yangi temisi bo'lsa, xalqimizga yangi bir manfaati bo'lsa, nazariya so'zlamasa, shuar gap qilmasa, biz ekranga ekilishga tirishimiz va sizlarning bizlarga ularni tanishtirishinglarni va ularning ekranga kelishiga sababchi bo'lishinglarni men umid qilaman. Uningdan boshqa men bir oydan ko'proq bo'ldi men istinotimi Uyg'ur askari qurolliq harakatini buningdan keyin xalqaro qonunlashtirish uchun va Uyg'ur askarlarini ro'yobga chiqarish uchun harbiy ishlar va aloqador shaxsni bugungacha topolmayapman. Harbiylik degan nima, askar degan nima, qurol degan nima, jang degan nima, Xitoyga qarshi qurolliq kurash degan nima degan masalalarda albatta shu savollarning javobini bundan keyin asta-asta tepishimiz kerak, bunga menishimiz kerak. Jondan to'ydik. Gapninki eng ko'chitil bo'yicha aytgan vaqtida jondan to'ydik. Ya'ni her kuni bu Facebook'larda taqlayotgan suratlar yoki videolarni ko'rib yurkimiz qaytib ketdi, ko'nab ketdik. Bu bizga yarashadigan bir masala emas o'g'il bolalarga nisbatan. Hatta abay degandek, Ablajon efendim degandek, hozir biz 3 vaqt tomoq yeyishmi harom dedi. Bu balkim diniy jihatdan to'g'ri emasdek ko'ralsimi, ammo haromlik darajasiga kelib qoldik yani. Bugungi kunda ojiz singillarimiz dafsanda qilinayotgan Xitoylarga majbur qul qilinib, xotin qilinib setilayotgan bu zamonda Uyg'ur erkaklarninki namoyish qilib, u yerga to'lab qo'yib, Xitoy vatanimizdan chiqib ket, bizga mustaqillik kerak degan bu 40 yillik ko'ni gaplar bilan yurishimizning o'zi albatta bundan keyin bizni nomusga ilib berish kerak deb o'ylayman. Men davomli qalbimda ichimdan deyolmayotgan bir jumla so'z bordi, uni da'vatgandan keyin bu programmamiz oyoqlashsin deyman. Yoshlardan, dunyodagi yoshlar tashkilotlaridan siyosiy, ijtimoiy, demokratik, kishilik huquq, inson haqlari tashkilotlarining qurilishini men qat'iy xohlamaydim. Askari, qurolliq, armiya, Xitoyga qarshi qattiq kuch tashkilotlarining qurilishini bek umid qildim, ammo bugunga qadar afsus, yoshlarimiz yanlam siyosiy tashkilot qurishni tanlab oldi, yanlam namoyish qilishni tanlab oldi, yanlam demokratik, tejlik, deymiz,
insan hakları teşkilatlarını kuruşunu tanlap kelyapotidi. Bunundan keyin yoshlarning ichida bununga nisbatan qurolli harakatga nisbatan ko'plab yosh teşkilatlarımızın ichidan, yosh rahbarlarimizning ichidan mayli Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi bu qo'mondonlik qilsin, mayli boshqa kishilar qo'mondonlik qilsin, buning kuch-quvvat beradigan tashkilotlarning qurilishi yoki askarlarning o'rtaga chiqishini bakmi umid qilyaptim, ammo bo'lmay qoldi. Inshaalloh bundan keyin chiqib qoladi deb o'ylayman. Mana kishilik huquq tashkilotlarini, siyosiy tashkilotlarni cho'nglar, qurol tutolmaydiganlar, ayollar, bolalarimiz qo'ysin qarindoshlar. Mana biz yoshlarning tashkilotini quraylik. Yoshlarning tashkilotini quraylik. Yoshlarga loyiq g'urur, vijdon, iymon, qurol, ochiq bilan mangdigan tashkilotlarni quraylik. Siyosiy tashkilotlarimiz yetarli, ijtimoiy tashkilotlarimiz yetarli. Ammo yoshlarmi chiqib, uning keyindan har xil ismlar bilan shaxsan bu mening shaxsiy fikrim. Bu bizning studiyoga yoki boshqalarga vakillik qilmaydi. Haqiqatan bir xatolik o'tkazdik yoshlar. Haqiqatan cho'ng xatolik o'tkazdik. Mavjud tashkilotlar bor ostida bizningki masalan Tibetlarningki yoshlar tashkiloti ularning bir qo'l qattiq, bir qo'l yumshoq bo'lish degan siyosatni tutib, qurolli harakat qo'llanishni her zaman Dalai Lama'ga teşebbüs qiladi, Dalai Lama qarshi ideologiyalarni o'tirib qo'ydi. Dalai Lama Tibetlarningki eng oliy rahbari va kishilik huquq faoliyatchisi va siyosiy faoliyatchi va tinchlik demokratik harakat bilan Tibetni mustaqil qilishni xohlaydigan va yoki avtonomiya qurishni xohlaydigan bir shaxs. Ammo Tibet yoshlari bo'lsa chiqib biz Xitoyga qarshi qurolli harakat qilishimiz kerak, qattiq qo'l bo'lishimiz kerak, kishilik huquq, avtonomiya talab qilmasligimiz kerak, mustaqillik, urush talab qilishimiz kerak deb chiqilib chiqilsa mavjud shaklda kelyapti. Tibetlik bir millatningki albatta bunda ikki xil qanot bilan, ikki xil kuch bilan ketib borganini biz ko'rib turibmi, bugungacha yoshlar buni to'g'riyamayapmiz. Cho'nglar yumshoq yo'lni tutib mengayversin, demokratik tashkilotlar o'zining xizmatini qilaversin, ammo yoshlar albatta qattiq kuch qo'llaydi bundan keyin. Chunki qonunni yo'l qo'ydi va bizdan istaydi, Amerika istaydi, Yevropa istaydi, bizning bunda huquqlab yetishimizni ular xohlamaydi. Yani bugunga qadar biz haqiqatan bu masalada uxlab qoldik va xatolik o'tkazdik. Inshaalloh bundan keyingi zamonlarda men tashkilotlarni, yoshlar tashkilotlarini ayblamachi emasman. Yoshlarning tashkilotini quraylik. Qirlarning, bolalarning, xotin kishilarning tashkilotini qurmaylik. Biz erkak bo'lgandan keyin erkaklarning tashkilotini quraylik va qurib bo'lgan bo'lsak o'zgartaylik. Tinchlik cho'ngroq yoshlarimizdagi qurol ololmaydigan kasal çallarımız tinchlik tashkilotini qursin, ular tinchlik harakatlarini qilsin. Yoshlar qo'limiz qurol ololmaydiganlar, bizdek qattiq qo'l harakat qila oladiganlar bu tashkilotlarni qurib, xuddi Tibetlardek bir qo'l qattiq, bir qo'l yumshoq shaklda harakatimizni davom qilaylik demoqchiman. Tibetlar o'zining qurolli tashkilotlarini qurdi, askarlari 40 mingga yaqin askar va mavjud askar va degan nimani o'tirib qo'yatdi. Belki Tibetler neçə 100 min asker bo'lishi mumkin. Ammo bizningki bu yerda Uyg'urlar vakolatan xalqaro qonunli bir shaklda 4 min emas 41 askerimiz bo'lmadi. Buning gunohi, buning jinoyatchilari albatta cho'qim Uyg'ur davosini tinchlik bilan qilishimiz kerak, kishilik huquq bilan qilishimiz kerak va yoki siyosiy bilan qilishimiz kerak degan ma'lum ahmoq va bir yo'nalishga kirib olgan johillarningki ziyonkashligi deb qarayman. Bir millatning qurolli tashkiloti, siyosiy tashkiloti va ijtimoiy tashkiloti tang mavjud shaklda birlikda harakat qilish kerak deb qarayman. Uning uchun bugun bundan keyingi zamonlarda buni munosabatli programmalarimiz bilan albatta hal qilg'uch xarakterdagi bir kuchning chet el tarixida tunji o'tirg'i chiqishini umid qilamiz. Albatta bu yerda oxirida shuni deb qo'yman. Suriye'de Uygur kurallıkları yok mu? Afganistan'da Uygur kurallıkları yok mu? Bağlı bizden kurallıklarımız veya mücahitlerimiz deyişi mümkün. Bizden veya bugünkü söhbetten oturup koyavatkan meselesi Abay Ablacan efendim de ötep ketkenге okşaş. Birleşken Devletler Teşkilatı de bu nesi var? Kuralaydı.
partiya ve hükümetlerinin kol astida Uygurlar özünün kurallık hareketlerini, askeri koşullarını kurup çıksı buludu. Ama ola kurmaysa yoki bununla karşı çıkan takdirde mi kuruyversek buludu degan fikrni o'tirib qo'ydi. Kuruyversek buludu çünkü biz o'ltirilyapmiz. Bizmi onunla karşı qattiq qo'l hareketdagi tashkilotlarimizni qursak bo'ladi degan o'tirib qo'ydi. İnşallah biz bundan ilham olishimiz kerak deb o'ylayman. Yana bir qitimliq programmamiz bo'g'icha aman bo'linglar. Bizni qo'llash og'zinglardagi so'z bilan bo'lib qolmasin. Voy yaxshi programma bo'ldi, voy oq bo'ldi, ko'k bo'ldi bilan emas. Ham bahrilash ko'nikisini besishinglarni umid qilaman. Beğeniş yani yürek, xo degan narsalarni emas, ham bahrilash ko'nikisini besib, O'rta Osiyodagi necha million qarindoshlarimizga va chet ellardagi necha minglar qarindoshlarimizga suhbatimizniki yetib berishiga sabab bo'lib qolsanglar, Alloh ajr beradi. Ajrni ko'p olasizlar inshaalloh va bütün Uygurlarımızın, yaşlarımızın uyg'onishiga sizlar sababchi bo'lgan bo'lsizlar. Yana bir qitimliq programmamizgacha amin bo'linglar. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va